Assalamu alaikum ekranatki barliq aziz qarindoshlar. Hammalarning shu vaqtlar xayrli bo'lsin. Bugungi programma riyosatchisi Rayhon Tajallidin sizlarga o'tliq salom. Bugungi program ayollar programmamizning 3-soni boshlash oldi turyapmiz. Bugungi programmamizga 3 nafar hadimizni taklif qildik. Gulgina, Rushangul va Maryam hadlarimizni qiynamsi ularni qisqacha tunib o'tsak. Assalomu alaykum Rushangulada. Va alaykum assalom qizim. Hada o'zingizmi shu ekrandagi ko'rmanlarimizga qisqacha bir tunitib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarim. Allohning salomlari bo'lsin. Men Rushangul Yusuf, Sharq Turkistonning Bo'rtlar shahrida tug'ilganman. Shu yerdagi zulmlarni, shunday oilamizning zulmlarini anlatishga shuna bir nasib bo'lib qoldi bugun. Şu işlerimi bir anlatmakçı. Allah razı olsun da emse sizni tunup öttük. Emse bu Meryem'e sizni bir tunup ötken olsak. Assalamu alaikum. Ve alaikum assalam. İsmim Meryem Muhammed. Ben Kaşgar'ın Kalık Nayisi Tolgan. 2004 yılı İşkirtoluk oturup öttüm. İşkirtoluk oturunu Hamcılık okugan boldum. 4 yıl şu yakta ötközdim. 2008 yılı Beycan Sanat Üniversitesi'nin Kanun Fakülteti'ne okuşa kirdim. Şu jarayanda 2 yıl bir keserlik sebebiyle okuş to'xtatib 2014 yılı o kesimi bitirgen boldum mektepni. Ananıkin 2015'te 4. ayda Mısır'a okuşa çıkıp yo'ldoshim bilan to'y qilib shu o'qishni davom qilgan bo'ldim, yana oila qurib degandek. 2017 yili 7 oyning 16 kuni yo'ldoshim Misrdan ayrilib paraxot su yo'li bilan paraxotda Noibida Misrdan ayrilmoqchi bo'lganda tamoyilda tutilib qolgan bo'ldi. Hozirga qadar 9 ay bulaydı gile. Yani 9 gün kem 9 ay bulaydı deptuk. Hazırga hiç qandaq bir xabari yo'q. Mısırdan akitilganligiga boshqa ahvollar qarab jazm qilgan bo'ldim, ammo bundan bir aniq izlayotgan alomat bo'ldim hozirga qadar. Mening ahvolim hozircha tunishtirishim shunchalik bo'lsin. Qolganini yana sizlarimiz inshaalloh. Rahmat edasiz bilan. Allah razı olsun qarindoshlardan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugün herhalde to'g'ri suratimiz biraz yaxshi emas. Shundaqmi biz programmani yana davom qilamiz. Ikkiranimiz hoş geldinglar. O'tgan qitim biz hemşehrimiz Gulgina va Munavvar qatorliq ayol qarindoshlarimiz bilan programma qilgan edik va undan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayininki bir qism rahbarlari bilan programma qildik. Bu 3-qitim ayollar bilan programma qilyapmiz. Chunki bizningki bu mücadelemizde bu Xitoyga qarshi harakatimizda va Xitoyninki bizga elib berayotgan zulmida asosliq zulm ushqayotganlarninki bir shu ayol jamoati, ayollarimiz, singillarimiz, ochilarimiz, onalarimiz. Shuning uchun bu ayollarning rolining cho'ngligini bilmay keldik. Bunga e'tibor bermadik. Ayollarning so'zlariga quloq solmadik. Ovozining dunyoga anglanishiga çok diqqat bermadik. Bu nimani tugutish uchun biz bundan keyin ayol hemşehrilerimizning ovozini dunyoga anglatishga, xalqimizga anglatishga, Xitoyga qarshi shuarlarni, so'zlarini bu zolim qarshi o'ziningki ig'zoki jihodlarni Xitoyga qarshi ishlatishga yo'l ochib berish uchun bu ikkironga bu hemşehrilerimizni, ochilarimizni, singillarimizni taklif qilib ekilyapmiz aziz qarindoshlar. Ikkironda ko'rayotgan bu 4 nafar qarindoshimizningki birisi mening qizim. Elbette farzandlarimizni ham bu mücadelege qetish Xitoyga qarshi bu meydanda ularni tarbiyalash uchun davomli qizimning birga chiqyapman. Riyosatchiligini birga qilyapti. Ammo bu 3 nafar hemşehrimiz bu Xitoyga qarshi kurashda ko'krak kelib chiqib erkaklar
uxlab olgan bo'lsa, mana biz chiqimiz deb ba'zi hemşehrilerimiz o'z tashabbuskorlik bilan mana deb bu programmaga chiqib o'zining ovozini anglatishga tirishayotdi aziz qarindoshlar. Va bu ekrandagi bu 3 nafar hemşehrimiz Xitoyning zulmiga uchragan qarindoshlarimiz bugun o'zining dardini bizga anglatadi va Xitoyga qarshi o'zining maydonini so'zlaydi, beshidan o'tgan kechganlarini so'zlaydi. Bu orqali biz mujodilamizni umumyuzlik holatda ayollarimiz bilan, hemşehrilerimiz bilan, singillarimiz bilan, qizlarimiz bilan birlikda ilib boramiz. Herkesmi erkeklar ham chiqib ayollar qolib qoldigan ish yo'q. Ayollarmi bu maydonning bir qismida oqisabda davomli erkeklarning oxir turib bu ishni qiladi, ya'ni bu mujodilani ilib boradi. Ammo bugungi kunda erkeklarimizni maydonga chiqarishda biz qiynalyapmiz. Shaxsan men qiynalyapman. Misr masalasida bir qancha qarindoshlarimizni taklif sundim, ammo Misrdagi bo'lgan voqelik va Misrda tatgan ziyon Xitoyninki zulmini anglatishda studiyamizga kelishni rad qildi, chunki anglasam urug' tuqqanlari vatan deymish. Chet eldagi bütün Uyg'urlarning urug' tuqqanlari vatanda, ota-onalarimiz vatanda. Aziz do'stlar, buning uchun biz buningda erkeklarmi biroz jonliq nima bo'lishimiz kerak. Bu Meryem qarindishim, balangizni ilib olsangiz bo'ladi, masala yo'q. Hammalarning balchaqlari bor. Men so'zni bu hemşehrilerimga beraman. Ro'shangulada siz telefonni biroz ustiga qartib qo'ying 1 millimetr. Gulgina hemşirem, sizdan so'z boshlasak o'tgan qatim 17 yoshlik bolangiz to'g'risida nayt qisqa bir bo'ldi Ro'shangulada. Bek götürüp ettiniz hem de yani biraz peski qartib qo'ying, pek az bo'lsin. Bu yani bir ilgirlash bo'ldimi bu balangizninki ishlarida, yani aloqalash bo'ldimi yoki aloqalashamadingizmi? Buningdan boshlasak, yani balangizni seg'inib otamsiz. Ro'shangulada nayt yaxshi bo'ldi hozir. Sizdan boshlaylik so'zni. Marhamat. Assalomu alaykum, Tajalli ustoz. Bizni ziyorat qilib, yani bizga bir qayta bir so'zlash fursati berganingizga rahmat aytamiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Men o'g'lim Paksatga kelsam, Paksat o'g'limdan hozircha bir xabar yo'q, lekin men buni yana texnik bir ilgirlagan holda o'g'limning besh kelgan bir ishlarni bu külpetlarni texnik ko'p qarindoshlarga uqtirish ham tashkilotlarga buni berish hozir bunga tayyorlayapman. Alloh xolsa mush oldingi haftada mushu xalqaro kechirim tashkilotiga o'g'limning arxivini sunmoqchi, asli inglizcha tarjima qildirib shuni aytdim. Andan bu yerda Turkiyada turishliq ish bajarish o'rnining adresini topdim. U yerga Alloh nasib qilsa Şu aldığımızdaki haftada berip oğlumның beşideki ötken keçirmişlerini, oğlumun uçtuğan nağıkçılıklarını şu yerdeki xadimlarga yana sunmoqchi. Men bu ko'p izlayotgan meyli chiqinlar bo'lsin, meyli namoyishlar bo'lsin, shu zulmni qarshi turishga bo'lgan qanday bir vositalar bo'lsa, shundan unumli foydalanib şununda oğlumga bir oğlumu qutuldirish uchun to'xtamasdan harakat qilyapman. Yo'lishim bilan shikimiz shunday qilyapmiz. Meni yo'lishim kerak. Aziz qarindoshlar, ovoz uzilib qoldi. Herhalde tor suratimizningki yaxshi bo'lmaganlik tufaylidan bo'lishi mumkin. Hozir hemşiremning ovozini men anglayolmay qoldim. Bugun tor surati biroz yaxshi emas. Shunda bo'lsin bu nimani faoliyatimizni qilishga tirishimiz, ya'ni bizningki texnikalik nimalarimiz bek alohida bo'lmaganlik uchun ba'zi mana shunday masalalar yuz berdi. Nima Gulgina hemşirem siz sözünüzden devamlaştırsanız bo'ldi.
Endi men o'g'limning bu davosini, o'sha o'g'limning uchragan shunday bildirish uchun tarafdan izlanyapman. Bir 10 kun oldida men bir davomli televiziya stansiyasining aytgan shu filmlar rejissyorlik qilgan bir kurashdim. Xo'sh. Türk arkadaşlar. İkisi yaptı meni köməkçilik çağırdı. Men qarşıga berip ular bilan kurashdim. Ular siz o'zingizning o'g'lingizning ishi bilan birlikda yana atrofingizda o'sha zulmga uchragan boshqa qarindoshlarni atrofingizga yig'ib, ular bilan birlikda bir o'qdan tayyorlik qiling, ularning kechirmishlarini yezing, aytib berganlarini yezib, to'plab bir biz bir 60 minut film işleyemiz. Bu film gördüğünüz bir takipçimiz. Biz yakında size yardımcı bulunuz. Bunu kanca anlasa köp başka bir devlet mesela Türkiye'den başka devletteki qarindoshlarimiz mı? Her anlasa bunun texmo yaxshi önüm buldu deb bana ilham verdi. Yana xat yozdigan o'rinlarga xat yozyapman. Endi xalqaro kechirim tashkiloti, xalqaro sud kollegiyasi qatorliq o'rinlarga mushu o'g'limning arxivini sunmoqchi bo'laman, Alloh xolsa. Mushu ishlar bilan shug'ullanyapman. Endi namoyish, faoliyat yoki vaqtidagi mushu Sharqiy Turkiston masalasiga munosabatli ishlarga qatnashyapman. Masalan, bugun saat 3'te İsa Yusuf Aliptekin Vakfı'nın icris murasimiga bir hafta bunu teklif kılıngandım. Bu yerde katlaştım. Bu yerde her qaysi devletlerin kelgen, mesela Avrupa'dan kelgen, yani başka şu Türkiye'de yaşayotgan Türk qarindoshlarimiz bu da bizim Bu Meryem qarindishim şu balının avazını biraz kontrol qilsangiz. Balının avazını biraz kontrol qilsangiz yaxshi bo'ladi. Biz ayala bunu qanday rol o'ynaymiz? Shu to'g'riliq yana yaxshi talab fikrlar bo'ldi. Hozircha shunchalik izlash qilyapman. Albatta natijasini chiqartiradi. Deyman. Bu nima Allah razı olsun. Bu Meryem qarindishim siz şu balınınki avazını kontrol qilsangiz, uxultib qo'ysangiz mayli, ekrandan ayrılib. U vaqtlarlikda ma so'zni Ro'shangul adamga bersak, Ro'shangul ada siz qandaq bir zulm qushqidingiz, oilangiz qanday zulm qushqidi, bu to'g'riliq qarindoshlarga bir ma'lumot bersangiz. Ro'shangul ada sizga so'zni berdim. Assalomu alaykum, ekran oldidagi Uyg'ur qarindoshlarim. Men ekranga dastlab chiqqanim, shuningga so'zda biroz egizbaslik bo'lsa, kechiringlar. Men Böğürtler shahridan o'zimni bilan bir guruh tunishtirdim. Men oilamdagi zulmni tunishtirman, shundaqla yo'ldoshimning oilasidagi zulmni tunishtirman. 2016 yılı 2. ayının biri qaynopamning pasport mushaqqa chiqilgan tayyorlik qilayotganda pasportini to'rt soqchi kirib, aytib ketgan qurolliq kirib. Shundan keyin qaynopam shunday soqchilik berib, yolvorib hammani qildi, ammo ular bermadi. Shuning bilan biz naytni qayg'urdik. Qaynopam bek yaram bo'ldi. Shuning bilan bu men qilgan orliqda Erkin Asiyaga o'zining ovozini tunishtirdi. Shuning bilan o'ziniki shunday bir Xitoyning zulmi turib 80 necha yoshlik bu onamiz shunday bir zulmning ichida turib o'zining 80 necha yoshga qaramay shu o'tgan o'rindan turib ovozini dunyoga anglatdi. Yolg'izlam u qaynopam o'ziniki ovozini anglatmadi, shu yerdagi besilib qolgan, kuchi yetib ovozini yetkazolmagan shu zulm ostidagi onalarning ovozini anglatdi mening onam. U onamdan shunday faxrlanaman. Men qaynopamning oldiga
Ailesinden kichkimdan bir mayli cho'nglab shu oilada kelin bo'lib kirdim. Ammo qaynopam shundoq bir tetik bak esim olyapti. Bugun kunlik kelganda mana bugun 4-oyninki 7-si bo'libdi, 4-oyning 9-i. Saqchilar kirib aytib ketgan peti tirikmi yo hayotmi biz buni bilmaymiz, yo turmudimi, ichib turmudimi. O'zim shu Xitoylarninki zulm ostida shunchalik bir nima deydi, oilasiga Xitoylarni atkab qo'yib, hammani erkin Osiyodan anglagan bo'lg'iytinglar. Mana bugungilikda 1 yil bo'libdi. Biz u onamizningki qanday hayot emasligini bilolmay, o'zimiz oila shunday bir azob ichida, yuraklarimiz laxt-laxt bo'lag'liq. Shunday mening oilamdan 1995-yili inim Havlikim Uyg'urlar Uyg'unayli degan 186 parcha xatni tarqatgan shu fununki pochirkisini, ya'ni shu Uyg'urlar shuni pochirkisi kelib tutmagan, shu inim 13 yillik kesilgan. Hozir biz 3-4 oyning oldida bir chala pul angladik. Qo'liga yana qayta ilinibdi deb. Bu azobga men chidamay, shunday qilib 80 necha yoshlik o'zingni o'ylab beqinglar. 80 necha yoshlik bir onaninki hozir turmudimi, hayotmi? Bu azobga chidamay biz mushni ichimiz lahtolab turayotgan mezgilda texmi Xitoyning zulmi vahshiylashib ketdi. Mush zulmlarga chidamay men ovozimni yana qayta men shu qaynopam Xitoyning zulmi turib o'zi qo'pab shu ovozni anglatdi. Men bu erkin dunyoga chiqqan odam nimishga bo'lib deb bugungi kunlikda men bir uyg'unishga keldim. Shuning uchun men ovozimni shu butun dunyoga, ya'ni shu vatandagi bizning Sharq Turkistonda ezilayotgan, turm-turmdagi tashlanayotgan qiz yigitlarimizning uchun men maydonga chiqdim. Shundaqlam bizningki ba'zi bir Uyg'urlarimiz bor ekan, ko'p bayroqdan jiroq to'g'ayin deb ketdi ekan. Ba'zilar deydi bu qanday gap, falonchi bunday deydi degan ba'zi bir inkoslarni bir necha yillarning oldida anglab ketib azoblandim. Hatto shularga bir chin choy bergim kelmadi. Hatto shulardan aloqamni uzdim, bekli azoblandim. Biz shunday zulm ostida tursak, ko'p bayroqdan qo'rqib qochadigan mushum millatim biz qanday bir osh vatanni ozod qila olamiz degan bir azobimiz. Shuning uchun men o'z oldimga, ya'ni shu ipchorimdagi ashna bayroqdan qo'rqib yaqin kelmay qochadiganlarga nafratimni bildirib, zulm ostida bo'layotgan shu zulmni ostida turayotgan ayollarimni uyg'otishga, shularni qutqizishga maydonga chiqdim. Alloh mushu va'damni qabul qilib, shu jihat yo'llarida menishga nisib qilg'izar deb o'ylayman. Allah razı bo'lsin. Ro'shangul aka, sizningki dardingizni biz tushunamiz. Sizning dardingizni biz tushunamiz. O'xshash detganmaylar mubtalo bo'layotimiz. Ammo bu yerda Allohning rahmatiga yaqinga Uyg'urlar uyg'onib, nurg'un Uyg'urlar bu sepga qaytilib, buning bir mujodala qilayotgan bo'lsa-mu, yana nurg'un qarindoshlarimiz uyg'onmayapti. Hozirgacha siz degandek ko'k bayroq yaqin kelmayli degandek ana shunday gaplarni qilib bizni ranjityotdi. Bularga bir masalan bu kishilar qarta qanday bir hissiyotingiz bor? Ya'ni siz bir ayol kishi bugun ichkarong'i chiqib o'zingiz men bu so'zlayman, bu millatning dardini anglataman deb chiqdingiz. Ammo biz bu yerda nurg'un erkaklarni taklif qildik, ammo ular chiqmadi. Bularga nisbatan bir ko'ngil so'zlaringiz, nasihatingiz bormi? Meningki ko'ngil so'zim bor. Shu tuvandagi ekran oldidagi qarindoshlarniki to'g'ri qarab, to'g'ri tushunishni talab qilaman. Qanday deganda biz Xitoyning zulmida turamiz. Men shu oilamdagi shu zulmlarga qarab, shunda qon laxtining ichida turyapman. Atdiganda biz uydagilar qo'rqqanda shunday bir assalomu alaykum deb salom qilganda jig'arlash deymiz bu salomlarimizni. Chunki mening onam Rabiha Ayşe zulm ostida tirik hayotlikni bilmay shunday bir g'am qayg'uda biz oila. Yalnız menlam emas, ya bizning oilamiz, butun Sharq Turkistonning hammasini beshi kelyotdi. Shu
Aşı vatanın işi aralashmaymiz, biz chet turimiz deganlarni beshig'im kelyapti bu. Shuning uchun biz hammamiz teng uyg'unib bir sapda mangsak, Sharqi Turkiston hammamizning Sharqi Turkistoni eng boyligi bor. Xitoyniki hammani besib, yalmalab, yeb ichib, hatto hozir endi odamni yegin turyapti. Mushlarga biz qarashtirdigan. Lekin yana mening deydigan gapim bu. Qaynopamninki oilasi o'z vaqtida qaynotamni shunday bir dindor, bir masjidning imomi. Ailesinde shunday bir inqilobchi chiqqan. Qaynopamninki dadasini o'z vaqtida bayqumuchda musobayda itib etgan. Mening oilamni shunday bir siyosiy nurg'un ishlarga duch kelgan. Shuning uchun men mushunday ishlarda biroz tavlinib, hamman tushunib cho'g'ildimmi, oilam meni shunday bir yetaklaydimi? Ammo men bu irodamdan qaytmayman. Shunday ibjoramniki deydiganligi, vatanlik tuqqanlarim anday qilamki, bunday qilamki deydigan ba'zi bir maqsadlardan yenib, bizning hammani anday bunday qilib bo'ldi. Bunday qilmagan bo'lsa, mushu Yevropaga chiqib, yo boshqa yerga chiqib sarson bo'lganligi sabab nima sababdan chiqdi? Xitoyning zolim zulmidan yer zaminlarimizni tashlab, hammamizning yetarli boyligi bor. Yer pichadigan shularni tashlab, shu vatandagi bolalarni o'quvchi bolalarni bichora onalar butun Yevropalik hamma tarafga nurg'un pulni xarjlab chiqadi. Mening bolalarni o'qishga chiqaramiz deb. Chunki u bolalarni u otasi bichora ashaq chiqarib bir hayot qilamki degan maqsad chiqadi. U yoqdagilar ularni endi bunday deb bolalarga tafsil tushuntirib ketmaydi menimcha. Bu yoqqa chiqqan shu o'quvchi bolalar hammasi u yoqdagi ota-onalarida biror maqsad bag'ir qanishmay shunday ayrim bir o'ttiroqida turyapti. Shu o'quvchi bolalar, shu qiz yigitlarimiz nima uchun ayrilibdi biz ota-onamizdan? Nima uchun vatandan ayrildik? Bu shu Xitoyning zulm bo'lmay, nimaning zulmi desildi? Shu o'rinda shu bizning yosh o'quvchilarimiz, ziyolilarimiz turib, ashani boshqarib kontrol qildigan yer deydi. Bugun kunda o siz Xitoyda ashada o'tirilib, hammamizni o'yimishki, talayimishkini qo'g'latdi deb, hammamiz taraf-tarafda, hech bag'rimiz qanmay, hammamiz laxtalik bilan o'tiryapmiz. Mana bugungi kunda bizning shu o'ttirgan mushalarda shunday juryapmiz. Bu vaqtda biz ichimizda nimalar qilak bo'ladi? Hammamiz qanday uxlab qo'payapmiz? Bir g'am qayg'uning ichida, seg'inishning ichida ketib boramiz. Shuning uchun mening tuvandikilik deydiganim, birdan bir deydiganim ittifoqlashib, mo'riga turib, hammamiz bir sapda bo'lib, boshqa ishni qo'yib turib, nima uchun deganda eng yaxshisi biz birlikda vatanni ishni qanday qilamiz degan mushuni bilan qanday qilsak shu vatanni biz qo'g'daymiz, qanday qilsak shu Xitoy tajovuzchi kommunistik Xitoyni qo'llab chiqarib o'zimizningki davlatni mustaqillik qilib Sharqi Turkistonlik deb biz yashasak o'zimizga o'zimiz mustaqil bo'lib o'tganimiz eng afzalli deb o'ylayman fikrim. Allah razı olsun. Ben sözünü nimaga beray? Gülgine qarindishimizga, hemşerimizga. Bu qanday xizmatli bo'lyapti? Bundan keyingi xizmatli qanday bo'ladi? Bu to'g'risida yana o'zingizningki ko'ngildagi kallangizga kelgan so'zlarni qilsangiz, buni qarindoshlar birlikda anglaydi. Hozir biz mana bugungi kunlikda Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston xalqini dindan chiqarib, vatan da'vosi qilg'izmaslik uchun qo'shmoq tuqqan suiqasddan iborat bir qator dinsizlashtirish siyosatini yurgizyapti. Butun dunyodagi har xil dinga e'tiqod qiladigan insonlarning yashash huquqi bo'lgandek, biz Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur musulmonlarning bir hur yashash haqqimiz bor. Zulm qarshi turish bizning iymonli burchimiz ham navbatdagi Uyg'ur vaziyatidagi eng bir jiddiy bir Uyg'ur vaziyatining jiddiy taqozosi. Shuningga bu ishga bir passiv pozitsiya tutmasdan faqat bir o'zimizning moddiy manfaatini qo'g'dishib shu yashashdan shu turmushimiz qanday qilamiz, qanday yashaymiz deb shuning bilan izlanmay, shu navbatdagi eng muhim bizning eng muhim vazifamiz biz Uyg'urlarning shu
zulümge qanday qarshi turamiz, bu davoni qanday olib boramiz, shu to'g'riliq izlansek deb o'ylayman men. Men bu to'g'riliq mushu nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimizni, masalan, nurg'un ayollarni bilan suhbatlashdim. Ayollarni o'zlarining da'vosi qilish bilan birga yana uni to'xtab qolmay, atrofimga boshqa bir yana nurg'un ayollarni yig'ay, shu qarindoshlarim buni yetkazay, shularni dasbiy o'rnidan turib, mushu Xitoy tajovuzchiligining daqiq atbashini bir oshkorlab, zolimga bir qarshi tursin, mushu bir o'zining bir iymoniy burchi deb his qilsin deb nurg'un qarindoshlarimni atrofimga to'pladim. O qarindoshim bilan suhbatlashdim. Bu zulmni anglitishning bir ibodat ekanligini, hozirgi bizning qo'limizdan keldigini, bu zolimning zulmiga, ey zolim, zulmingni to'xtat, bu yetar to'xtat deb shu zolimning haqiqiy aktivasiyasini o'zini o'rib olgan soxta niqobni yirtib tashlab, haqiqiy aktivasiyasini dunyoga oshkorlash uchun biz o'yg'onmasak bo'lmaydi. Har qaysimizning o'zimizga beshimizga kelgan nurg'un qismatlarimiz bor, ichinishlik bir azoblarimiz bor. Shuni yurak so'zlarimizni deyli, dunyoga anlatayli, bu Uyg'urning dardini anglab o'tmayli. Hammamizning oyisda boz bu zulm hammamizning beshiga keldi. Uxlab yotmayli deb shu qarindoshlarni har qatim darsga ko'rishga vaqtimda yoki uylargacha bordim. Yozolmayman deganni men yozay sizdan, kechirmishlaringizdan. Siz nima qiling, men qolganini men tarjima qilib men sunaydigan yerga sunayli. Masalan, mushu yaqinda Ilhom To'xta apandining nima sababdan mushu turmaga kirgan, qancha yillik kesilgan, qaysi sababdan kesilgan, shu to'g'riliq shu ma'lumot berilgan bir jadval shu to'pda avatilgandan keyin men bu shunchalik bir yaxshi bir fursat ekan deb tushundimda buni. Shundan buni endi qarindoshlarga bilmaydiganlarga yetkazilmish to'pda yo'qlarga lekin uni mushu sizlar kechirmishinglarni deb bersanglar, mushu jadvalni to'ldirsak bir qilayli deb ashlasam, bu to'pning o'zilib qoldi, hech bir inkos kelmadi, men qizim tanlar deb murojaat qilib baxtim. Shundan o'yladim, buni endi cho'qim bizga bir yetakchi bir mushunga endi manda qiling, bu ishni avval manda qilsak texnik yaxshi usulda qilgan bo'lmas deb bir shuni bir yo'l ko'rsatgan birisi bo'lish kerak ekan. Men bu shuni bir izlanib kuchimni yetishi bir qilib boqay deb shu jadvaldan bir bostirdim, bir 50 tal bostirdim avval bir sinov tariqasida. Shuni qarindoshlarga bir sundim buni. Hem o'zim yozganlarimdan shuni to'ldiryapman. Alloh xolsa shu bir texnik qarindoshlarga shu bir yetkazsam, Xitoyning haqiqiy aktivasiyasini ichib tashlab, faqat biz namoyishlarni to'xtab qolmay, namoyish bo'lgan joy namoyish chiqsa, endi zulmni anlatganda zulmni mayli xatar qilib bo'lsin, mayli hozirgidek shu ziyoratga, ekran ziyoratiga chiqayli yoki bir televiziya stansiyasining bir ziyoratiga chiqayli yoki uyimizda bir kelsin shu zulmni anglatib, Xitoyning bir aktivasiyasini ichib tashlaydigan bir ish harakat kelayli, bunda uxlab yotmayli deb qarindoshlarga shunday deb kelyapman. Buningda ayollar, Alloh xolisa ayollarning buni tutgan pozitsiyasi xeyli yaxshi. Allah razı olsun. Yani bunu sizni qo'llab desteklab qilayotganlar bormi? Ayollardan. Ayollardan bir qarindoshimiz bor. U qarindoshimizmi menga o'xshash hissiyotda u shu darsxonaga har bir haftada bir ketim zulm anlatilgan ayollardan birini ziyorat qilish, o'sha televiziya istiqloldan kelib ziyorat qilishni o'rinlashtirdi. O'sha darsxonaga har haftada chorshanbadan kelib o'sha ayollardan birisi shu beshiq kelgan zulmni anglatyotdi. Buning unumi yaxshi bo'ldi. Yana men yetaklagan qarindoshlarmi bizmi chiqayli ekronga deb ularning men qayta bir degan yoqi ular Allohning rahmati bilan o'yg'ondi, ichildi kalasichu. Ras anglatsak bo'ldi ekan, sizdek bir kirishib boqayli, bir sinab boqayli degan yoqqa keldi. Men shunday xo'sh bundan o'yladim men de telefondalar yoki darsxonada deb o'tamay uyigacha berib uyini adresini uyiga berib tushuntirib buni qilamag'aysida yozamag'anda yezib tarjima qilamag'aysida tarjima qildirib shuningda bir yaqinda yordam bo'lsam bu ishlar texnik bir ilgari surildi ekan.
Yani bu haqda bir o'ylaganlarim var. Buni ili o'tirib qo'ymay Alloh xolisi. Allah razı olsun. Bu Meryem kardeşimiz aslında fikrin aldığı boğan olsa o hemşehrimizden bu sözünü anlap baksak yaxşı boldu ama balısı oğallık için biraz meşgul olup kaldı. Meyan sözünü Ruşengül edimiz gibi esem bugün bu ikranı kemmekenlarımı asan bulmadı elbette. Bugün şu özünla digidek sözlerinle bolsa bu cemaatke töküp alsanlar onun dinkin Allah kalırsa bu ayallar hizmeti de elbette Uygur Kırındaşlık Stüdyosu namıdın ve şu Kırındaşlık Cemiyet namıdın kolumuzdan kelgen destekni, kolumuzdan kelgen yardımını kılış bizim terişimiz. Çünkü ayallar hizmetine ait mühim bir hizmet bulup mu? Meyl İstanbul'daki teşkilatlar olsun, meyl Ankara'daki teşkilatlar olsun. Meyl dünyanın her kaysi yerdeki teşkilatlar ayallar hizmetine ait çan tutuş gerek deyip oylayayım. İnşallah. Mesela sizlerin oyunlarda başka Türk ayallar bulup kalgan olsa hazır. Derhal bu Türk ayallar bir yer kelip görüp budun birini kuruttu. Məxsus şu zulüm kuşkugan ayallarının hukukunu qoğdaydıgan. Çünkü biz görüp duruyoruz Türkiye'de bir gündem deydi. Nemiki vaziyet ki şunakla kep kalgan zamatla şu vaziyetden adamlar derhal görüp budun birini ya teşkilatın birini ya ki bir nesini kılıp cemaatin birini kurup şu işini prinsipallaştırdı, şu işini kaidelaştırdı, şu işini resmen hareketke aylandırdı. Ama bizde teşkilatçılık, bizde bu harekette birleşiş meselelerse biraz töven boğallık için elbette bunu kılışqa aciz kilesler ama şundaq bir imkaniyetler bulup kalsa Şarkı Türkistan ayallarının avazını anlatıdığan bir gruppa çokum kuruluş gerek dep oylayım şu. Sizlerden teşkillenip İstanbul'da olsun, meyli Ankara'da olsun, meyli başka yerde olsun çokum Türkistan ayallarınınki avazını Türklerge anlatıdığan biz hazır dünyanı koyayla mı Türklerge mi anlatıp olanmatımız avazımızı. İnşallah bundaq bir grup kurulsa ait yaxşı boldu, ben kollayman. Bu Meryem hemşerimiz sözünü anlayatamsınız. Anlagan bolsanız siz bir işaret kılsanız sözünü sizge berim aslında. Anladım. Ekran aldığındaki karındaşlar, Teselli Ustaz ve başka hemşerilerimiz. Ma küçük balam uygunu gitip hazır şularını uğraştırış sebebiyle ekrandan ayrılıp gitip kaldım. Bunun için özür dilerim. İşkanlarınki Ruşengül edimiz bilen Gülgene edimizden nimelerini anlatıp taza inip kalam şimdi balam bilen bolup. Endi men bugün bu ekranға nima sebepten chiqdim degan bir so'zlab o'tishni to'g'ri ko'rdim avval. Men ishga uchun chiqdim. Bir yo'ldoshim Muxtar o'zining hozirgi izbirga bo'lmaganligini mening sahifamga kirganlar bildi inshaalloh. Men shu yo'ldoshim izbirkini alamay 61 kun bo'lgan vaqtda bütün tafsiliy bir material murojaatnoma shaklida Facebook sahifamda e'lon qilgan. Undan keyin asosan to'rdoshlar, ya'ni meniki shu to'rdagi do'stlarim bu avvaldan xabardor deb o'ylayman. Undan keyin men qisqa yoki bo'lmasa boshqa shu yozma e'lon qilish orqali ahvolni bildirib turdim to'rdoshlarga. Endi bu jarayonda mening qilgan ishim shu murojaatnoma e'lon qilishdan boshqa belli material sunish bo'ldi. Bir necha joyninki ziyoratni qabul qildim. Buningda ham Erkin Osiyo radiosi, Tor radiosi. İngilizce qilib xabar ishlab bergan bo'ldi, o'zimizning ona tilidan boshqa. Bu jarayonda endi meniki yo'ldoshim to'g'risida uniki izberkin ilish jarayonida bu hech qanday bir natijaga erishmagan bo'lsam, lekin endi bu foydasi bir ishni qilib chiqdim deb o'kingan yerim yo'q. Ammo qilmagan bo'lsam cho'qim o'kinatdim bu ishlarni. Qilganim uchun garchi natija olmagan bo'lsam, endi biroz vijdon rahat topdim deb o'ylayman. Ammo vijdon rahat topdim deb bundan keyin mushuna bilan to'xtab qolishni o'ylashib boqmadim. Ama lekin shu mening ko'rdinglar, boyaqisi mening cho'ng bolam, yana bir bolam kichik, umri 1 yosh, 2 oylik bo'ldi. Boyatdan kichik 2 yosh 3 oylik bo'ldi. Bu kichik bolalar bilan men o'zim yolg'iz bo'lg'achqam, boshqa urug' tuqqan yoki bir hech bir
nimalar yo'q amdimi o chet el tavalgida. Yo'lishimning o'zbekini qilganimni. Asosan mendan boshqa odam yo'q desam bo'ldi. Jiqishlarni qilamadim. Asosan yozma e'lon qilish, ancha-muncha ziyoratlarni qabul qilish. Shu videoga material yo'llash, andan keyin bir uchurga ega bo'lish imkoniyati bormi deb o'ylagan shaxs yoki organlar bilan aloqa qilishli bo'ldi. Chiqishlarni qilolmadim haqiqatan. Ammo balki qilishga tegishli ba'zi bir qo'limdan keladigan ishlarni qilishga vaqt bo'lmadi deb qarayman. Buning asosli mana bolalar ikkilisini kichikligi ham o'zim yolg'iz qarab o'tganlik bir sabab bo'ldi deb qarayman. Bu bir masala, bu yerda anglish bu yerga chiqishimlik sabab. Yana shu zulmni endi anglatish hisoblandi bir hisobda. Yana birisi shu o'zimizning xalqini mush ishlarga bir shohidlikka chaqirgan bo'ldi. Mushtaq bir zulmlarni bo'layotganlik. Sizlarni islom anglab qo'yinglar, bilib qo'yinglar degandek bir ish bo'ldi. Mushtaq qilishim bilan bir natijaga biroqla, ya'ni bevosita udulla erishishni men o'ylashmagan, ham bunday bo'lmaydiganligiga burun ko'zim yetgan. Ammo lekin shu yo'ldoshimning bexatarligi, hayoti bir tahdidga uchrab qolishniki oldiga ilishdan bir vositalik roli bo'larmi? Masalan, bir xatarlik ahvollarga duch kelishni saqlanib qolarmi? Shu bir jamiyat tarafidan kelingan bir besim bo'lib qolarmi deb qildim bu ishlarni. Yana birisi ma'lum bir yo'ldoshim tarafdan oladigan ish bo'ldi, ekran chiqishim sababi. Yana birisi mening o'zimning ota-onasi. O'zimning ota-onasi hozirgacha 2017 shu qaytib kelishni istablik o'quvchilarni qaytib kelishni tashabbus qilgan vaqtda mening ota-onam chetda qolmadi. Amaliyotda shu bu bo'ronniki, bu shamolniki dastlabki mazgilliga to'g'ri kelib qoldi mening ota-onam. Ya'ni bu ish qilib meniki bu siqilgan, bo'g'ilgan mush ahvollarga ota-onam uchun urgan vaqtim boshqalar qaraganda biza uzun bo'lib ketdi deyman. Endi bu liqi boshqalarning men bilan nimishqa tang bo'lmaydi deganlik emas. Ularning bir endi Allohning rahmatidir. Saqlaganlar uchun alhamdulillah bizdek men o'xshash mushtaq bir taqdirga duchor bo'lganlar uchun bir tasalli bo'lsin deyman. Bularni aldish bilan. Allah razı olsun. Xo'sh. Sizning yo'ldoshingiz hozir hech qanday izdirki yo'q, shunami? Shu Misrda yo'qolib ketgandan keyin. Yo'q, yo'ldoshimning shu tamojna tutilganlik aniq. U bir shu hukumat tarafidan g'oyib qilingan hisoblanadi. Vikanlikka yo'qolib ketgan izdirksiz emas. Yana bu Xitoy qaytirib o'tgan ehtimollik bormi? Mening anglashimda shu Xitoy qaytirib o'tibdi degan gaplarni ma'lumdim. Bu to'g'rimi sizcha? Bu shaxsan yo'ldoshimga nisbatan elib o'tgan vaqtda uning munosabatli xabarlarninki eng to'liq manbasi men deb o'ylayman. Hamda surishtirish jarayonida har taraflardan xabar to'plab bunday bir bosh oxirini bog'lab bo'lib o'zim jazm qildim-da buni endi aytdi degandek. Ammo shaxsan yo'ldoshimga nisbatan elib o'tganda uning bir aniq izdirki yo'q. Endi o'zimga o'xshash masalan boshqa 16 o'quvchilarniki 16 deb chiqdi, lekin ba'zi bir fikrlar menga kelgan ma'lumotda 16-chi deb oshtoq dedi. Oshkorlangan 16 ekan, izdirki yo'qlar. Shularning bir qismlarining vatanga aytilganlik xabari kelgan bo'ldi men surishtirish jarayonida. Shuningga asosan jazm qildim, shu yo'ldoshimni burunla shu vatanga aytilgan deb men jazm qilgan bo'ldim endi shaxsan. Uningdan boshqa men bir aniq xabar yoki manbasi ta'minlab beradigan bir o'rin yoki shaxsmi bo'lmadi desakmi bo'ladi. Tashkilotlarga murojaat qildingizmi? Masalan, tashkilotlar sizga yordam qilmadimi? Dunyo Uyg'ur qurultiyi orqali BDTga material sungan bo'ldim. Asosan shular orqali boshqa tashkilotlarni izlab bordim. Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi hozirgi rais To'lqin Aysa apandim meni izlagan bo'ldi shaxsan aktivist bilan. Shu apandim orqali, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi orqali BDTga material sungan bo'ldim. Boshqa Turkiyadagi boshqa tashkilotlar-chi? Yo'q, boshqa tashkilotlar bilan aloqalashmadim yoki ularni izlab kammi desam bo'ldi. Shaxsan endi men o'yladim, meni izlab kelsin, men izlab borsammi eliqi.
Balkim qızıl iş yok bolsa gerek. Qila oladigan iş yok bolsa gerek deb o'yladim da. Yani teşkilatlarımız bu cihette ya ki şahıslarımız bu cihette çoğun bir bana yardım kılanması mümkün deb o'yladınız yani. Şu endi meniki endi bir yerki çoğun g'imimning birisi şu yo'lishimning avvali bo'ldi desam bo'ldi. Boshqa iqtisod avvaldirda bizning bir ustozimiz cho'nglarimizdan biri hozirgacha butun iqtisodimni şu ustozimiz ta'minlab kelyapti. Alloh rozi bo'lsin. İmtihan ish qilib meni iqtisodning bundoq bir g'amiga tashlab qo'ydi ikki kichik bolam bilan. Şu ustozga bek rahmat aytaman. Hamda bu yerda ismini atib o'tirishning bir zaruriyati yo'q yoki Allah razı olsun şu kardeşimizin. Atashishning o'rni yo'q deb qarayman. Ammo shu ustoz alayda rahmatimni aytaman o'sha yerda. Allah razı bo'lsin, haqiqatan razı bo'lsin. Bek mamnun o'zim. Iqtisodning g'amidan asosan talto'kis yo'q qildi desam bo'ldi. Allah razı olsun. Şu kardeşimizga bizim o kardeşlik stüdyosu namından rahmet eytimiz. Ben sözüne Gülgine Hanım'a bersem, ondan keyin sizge sözünü qaytarıp berme. Deydigan sözleringlarni o'zinglar to'g'ri o'ylab o'ltirsanglar. Chunki vaqtni bir yerga beryotidi, biroz kech bo'lib qolyotidi. Gulgina xonim, siz abay o'zingizning yana deydigan so'zlarning bog'liqini degandingiz. Plan proje bilan bog'liqni. Shuni anglasak, jonliq shaklda bizga bir so'zlab bering shuni. Ma'qul. Hozir bu zulmni qarshi turishda, zulmni anglitishda shu erlarning tutgan pozitsiyasi bekli passiv. Hozir erlar qaraganda biz ayollar ko'proq o'ylandik, ayollar ko'proq faoliyatchan bo'lyapmiz. Mayli namoyishlarda bo'lsin, mayli har xil yig'ilishlarda bo'lsin, mushunda ko'proq izlanib, ko'proq harakat qilayotgani ayollar bo'ldi. Bunga butun qarindoshlar, jamoatlar hammasi guvoh bunga. Nurg'un aldığımız bulup ötken işlerden bu şikayet cereyan bulup ötken işlerden bunu bilip ağın buldu. Yani ben şu namayişli teşkilleşte ben şunu yardımlaştım. Şu cereyanda nurgun ayollardan küreştim. O ayollar dedi ki hatta nurgun bir motive okudup dedi. Jığlap durup dedi o ayollar. Çünkü benim üçüncülük namayişli kutlaştığımda kırmışım. Lekin men yo'lishim faqat ruxsat qilmaydi. Yo'lishim norozi bo'lgandan keyin men buni faoliyatlarga, siz chaqirgan yerlarga bormayapman. Shunchalik bir azoblandim, uyda o'tirib sizlarga duo qildim. Mening bak sizlardan shu sababda billa tug'im bordi, bag'im bordi deb ashadagi buni anglab shunchalik afsuslandim. Bu erlar bu jihatda shunchalik pozitiv vaziyat tutadi. Bu misol ayollar masalan ekronga chiqib yoki bir zulm alışıya namoyishda bo'lgan chaqda erlarning deydigini ba'zi erlarning hayron qolman. Menga ko'pincha uchirdi u ahvolni men chiqirdim. Bu nima? Namoyish qilish, bu zulmlarni anglatish, bu ayollarning qildigan ishi emas, bu erkaklarning ishi. Ayollar uyda turib bola boqish kerak, uyda turib osh tomoq ichish kerak deb shunday ahmoqona bir gaplarni qildi. Ben TV5 Tunturk akımızdan çıkandan keyin bir günden keyin şu gapni chiqadi. Bitta pasat qilib telefonimizni shu gaplarni qoldiribdi. Onun hatta biz keskin bir rad qilib javob berdik. Bitta pasat qilgan kishilarninki aniq nemisini bilamsiz, ismlarini bilamsiz? İsmini bilmayman. Ularning telefon nomerini xotirlab qo'ydim. Qaytaman telefon qilsam olmadi yoki yo'lishim cevap vergen sözümü kayıtlıkı cevap vermedi arkadaşlar. Belki reddiyesi katta hiç kanda hükümeti sükutlu kıldı da ayarların arasında mı var bu işler için ben bazı ayarlar demem şu zulümle anlatayla sizin kandırlarınız var sizin için bir arıq gelip bir meseleklenmiş bir yükseldireyle kanda tiniş bulunmayla de başlatırsam ben yardımı fakat Allah'tan kütüme diyen kıyındaşlarımızın babı oldu. Ben oylayman ki biz Uygur halkı shunchalik bizde bir tökülüp durup bütün ixlosi bilan qon yig'lab duo qilayotgan boshqa bir millatni men ko'mdim desam bo'ldi. Shunchalik yig'layapmiz. Har qaysi masalan Ramazon kunlarida bo'lsin, juma kuni bizning har juma duo kunimiz bor.
Ölüm alabilik ustazlar bir ders etdi. Onun keyinden bir hatim Kur'an duayımız var. Öksüp hemimiz yügrep şırlap ketimiz. Shunchalik bir jig'zalan ichida biz. Lekin biz Allohga duo qilyapmiz. Qilmadik emas, qildik, uydim qildik, darsxonada hamma yerda qildik. Lekin biz sababni to'g'ri qilolmayapmiz. Sababga biz shunchalik sal qarayapmiz, sababni qilmayapmiz. Men demakki bu zulm qarshi turish faqat ayollarning ishi emas. Erkekler bununda bizim aldığımızı menip bizni qo'llashi, quvvatlashi, bizga madad berishi, har bir oiladagi erkek bizning ayolning mushu da'vo sepib ketishiga, mushu da'vo sepida aktiv bir xizmat qilishiga kuch qo'shish kerak, shuni haslab, unga madad berish kerak, qo'llash kerak uni. Bular erlar boshqa bir ishlar bo'lsa, masalan, to'plarni fikr fasad qilish, yoki bir yozma avatish, yoki bir ishni talash tortish qilish, telefon yoki mashina yoki uy yoki tijorat to'g'riliq shunchalik bir noyat ixloslar shular ishlarni qilib ketdi, lekin mushu da'vo ishiga kelgan chog'da shunda bir nachar pozitsiya tutildi. Ham shu da'vo sepib ketilgan, yangidan ketilib shuni bir andilardan o'zini bir nima qilayotgan, intilayotgan qarindoshlarimizni so'g'siz sepdi. Yaqinda bir qarindoshimizni anglab qoldim. Mushu namoyish to'g'riliq ba'zi bir qalbida munofiqlik hislar, ba'zi bir insonlarning yozgan yozmasini ko'rib, u yo'lishning shunchalik achchiq gapdi. Sen da'vo sepib qetilmasan, qetilding, bayroqni ko'tarding, namoyishda chiqyapsan, nima foydasi bo'ldi mana qarang, namoyish chiqqandan keyin shunchalik gap so'zlar bo'lib ketdi deb, uning so'zsiz men dedim ashqarimizga. Mush yo'lchiga mushu degan gapni anglagandan keyin siz mushu nimadan yeni olamsiz, siz qanday o'yladingiz, sen ko'nglim yerim bo'ldi, yo'lchim boshqa dedi. Har siz bel qo'yatlar. Yo'lchingiz bir ochiqning keyini kirib, balkim aşı yozilgan nima yozmaga bir ishinib qolgan bo'lishi mumkin yoki bir kang turda bir tafakkur qilmagan bo'lishi mumkin. Siz buningda yo'lchingizga tushuntirib, ko'plab fikr almashtirib, mushuni birlik kelib nima qilinglar. Har ho'kiz bu da'vo degan bu siz ibodat ustida, siz o'zingizni ibodat ustida deb his qiling deb dedim. Yana mening bir o'yladimdan bir eng muhim bir ishni qilmadi ustozlar uchun. Men hozir deymanki, suyimli ustozlarga mayli er ustoz bo'lsin, ayol ustoz bo'lsin, bizga shunda yetakchi bo'layotgan, bizlarga shu diniy bilimlarni berayotgan yoki fanniy bilimlarni berayotgan ustozlarning bizga yetakchi bo'lib darsxonalarda maxsus shu da'vo ishlarimizda, shu vatan da'vosi qilishda qanday rol o'ynashimiz kerak, bu da'vo ishi da'voning shu islomda qanday o'rni bor, bu zoti to'g'rimi, xatomi, buning qanday roli bor, bu da'voning shu nimadagi hozirgi vaziyatdagi qanday roli bor, biz buni qanday olib boramiz deb shu qarindoshlarning kallasidagi psixikasiga shu da'vo bo'lgan yuzaki bir qarashni, xato bir ko'z qarashni yuk chiqarish uchun davomli bizga dars o'tish kerak. Shuni ders programmasiga kirgizish kerak. Men shu talab qilaman. Men o'tgan haftada bir ustozga bir savolni qo'ydim. Savolinglar bormi deganda, bu savolni qo'ysam ustozim yaxshi savol so'radingiz qarindoshim. Bu haqiqatan buni bir o'rinlashtirsak bo'lg'idek dedi. Bunun bir şu dersxonalar yoki bu ekran yuzida to'xtab qolmasdan, anglab to'xtab qolmasdan, shuni xuddi bir o'zimizning eng muhim bir ish qatori va xuddi biz sirat darsi o'rgangandek, tafsir darsi o'rgangandek, shuni bir muhim bir dars qatori kirgizib, yoshlarning mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, erlarga ayrim, ayollarga ayrim mushto'g'liq bir dars o'tilsa deb o'ylayman, talab qilmay ustozlardan. Shuni sal qarmasligini umid qilaman. Yani bu dava işida dava meselesini xuddi biz tafsir hadis o'rganganga o'xshash bir o'rgansak demoqchisiz yani. Albatta bu cho'qim o'rganishli ish. Chunki zolim qarshi turib jinini tuproqini va obro'yini qo'llash insonning tabiiy haqqi bu. Bir odillikni qatmagan aqlli insonlar xo'rliqqa qilmaydi va zulmga qarshi harakat qiladi. Mesela Peygamberimiz bu hafta zalim hükümlerinin aldığı haqni so'zlash eng afzal cihat degan. Zulmga qarshi turishning turlari ko'p. Mesela ba'zilarimiz xat orqali, kitob yozish orqali, yozma yozish orqali shu zulmni aks ettiradigan bir narsalarni yozish orqali qarshi turamiz. Ba'zi kuch orqali qarshi turamiz, ba'zi til orqali. Hozir biz kuch
kuchlar orqali taqobil turishga hozir ojizlik qilamiz. Bizning unga tayyorligimiz yo'q. Hozir biz kitobni yozamiz, zulm qarshi turish, zulmni masalan Hidoyatlar Usakimiz yaqinda bir kitob yozdi. O kitobni biz qarindoshlarga bir tavsiya qilyapmiz. Shunga o'xshash asal yozimlarni yozib, mush Xitoyning aktivistini oshkorlashimiz kerak. Endi hozirgi kunimizda namoyish qilish shu zolimning zulmiga qarshi turishga bir vosita bu. Hergiz imonimizga, bizning aqidamizga xilof bo'ladigan ish emas bu. Bu zulm qarshi turish azaldan bor ish bu. Mush payg'ambarimiz Muhammed sallallohu alayhi vasallam bu zulm qarshi turishni qayta nurg'un hadislarda ta'kidlagan, ham o'zimi shu yo'lda mangan biz shu Peygamberimizin ümmeti bu sütümüz bilen bununla biz erişimiz gerek. Erişimiz gerek bununla. Bunun selkarmaz kılmamız gerek. Ben muş evler, mu ustazlar mu, muşun katta bir aktif pozisyon tutup, muş bir araya gelip biz azı bara ittifaklaşışa uygunluş yüzüne bu bir yaxşı ahval. Muşunda endi texnik bir davani terak kıldırışka bir muşuna bir küçügen bolsa, başka kişilerge köngül bilgende bu işkimi kanalında müşne aldığın bir şart kıysa, aldığın bir katarı koysa dep oylayman. Men muşu namoyish, muşu dava, muşu işlerge kelgen çağda rastın desem balalarını bir yer qarab turmayacağım balalarım üçün. Hatta benim 10 yaşlık oğlum şunda bir gip ta'sir qildi menga. Muşu 2 haftaning oldida bir yerga bormoqchi bo'lib tayyorlansam, "Apa, siz nega borsiz?" dedim. Men aşı Paksat akaning Xitoy zolim Xitoyning qo'lidan zulmidan qutuldirish uchun shuni bir aytib qilishni menivatman. Voy, yunda yaxshi apa, berib keling, men fikrlarimni qarab turay dedi. Shunchalik suyundim o'g'limdan. O'g'limning shunchalik bir mushu davo bo'lgan bir mushu bir tushunchasining yetilayotganligini his qildim. Biz oilamizga, bolalarimizni bildirishimiz kerak. Erlar ayollarni qo'llash kerak, ustozlar bizni yetaklash kerak, buni sal qaramaslik kerak. Biz ibadet kısmını ügünüp olduk bu dinning. İbadet kısmı bizim kitap yazdım. Hepimiz oyun kitaplardan görüyatımız, seyret dersini ügendik. Lekin bu dava işini çok bir zaten siz dep ötgende ders programı ötüş gerek bunu. Nerede sarkarması gerek ustazlar. Şu ustazlardan şunu talep kılmayman. Şundak Allah razı olsun. Elbette bu dava meselesini ben mesela 2006 yılı 2007 aralıkta yani bundan 12 yıl burun Mısır, Saudi Arabistan, Suriye'de okuvatkan taliplerimizga Uygur davasını mı düşündürüşümüz gerek degan bir teklifni bergandim, ama o ro'yobga chiqmagan, bugunga qadar undaq bir ish bo'lib boqmadi. Chunki vaziyat bu masalalar tufaylidan. Bunun için zaten onun neticesini gördük. Yani faqatla hadis, ayet okupla çoğulaş ya şununla terbiyelenişinin neticesini mi biz gördük, bunu görüyoruz ve bundan keyin hem ma'rif sahasida mi bolalarımızın okuş meselesini mi qaytadan qarab chiqishini men targ'ib qilaman. Bo'lib Yevropa ma'rifini ko'rayotimiz, boshqa davlatlarda chiq ma'riflarni ko'rdik. Bugungi Uyg'ur ma'rifi chet eldagi mesela medreselerdeki, mekteplardaki Uygur ma'rifiga qaytadan qarab chiqsa, üçüncüsü ayollar meselesi mi, ayollarni bu dava işimizga yetishtirib olsak, bu dava işlerimizde muhim rol oynasa degan fikrlarni beramiz albatta. Buningda men so'zni yana Ro'shangul adimizga qaytirib bersam, buningga nisbatan yana mush xalqimizdagi ayollarninki o'rni va yoki mush erlarninki dava ishidagi Gülgine qarindishimizning so'zi qaragan vaqtida erlarninki paslik qilyotdi degan so'zni da'votidu. Buning nisbatan sizlar qanday qaraysiz? Yani erlar bu da'vo ishida rostli pasmi? Qanday buni sizning og'zingizdan anglaydi? Mening deyganim erlar bo'lsa oldingi safda menib bersa, ayollar cho'qim keyinda menib biz shularga ergishib natija qozonsak deymiz. Ayollar erlarninki aqsib turishi eng mukammal ish bo'ldi deb o'ylayman. Yani mening deyganim mana shu vatanda turib bir yil 84 yosh kirdi, 5-nji mening qaynopam.
aslında avazını şunday bir anlattı ki bugün günlükte biz şu kaynapamınki avazı bilen mana muşnaq yani meydan qaytadan qo'zg'alib chiqishni niyat qilib men chiqdim. Shuning uchun bu erlarimizni shu vatandagi onalarimiz nima bo'ladi, qarindoshlarimiz nima bo'ladi, nima uchun biz o'zimiz Sharq Turkistonda o'zimiz bir meydonga chiqish bilan bir nima qilmaymiz, qutqizishni o'ylaylik degan bir ong bo'lsa. Aman keyin meni yana bir deydigan gapim, mush qaynopamninki o'lik tirligini bilmayapmizda biz. O'lib ketdi degan bo'lsa, yana biroz aram bo'ladi bizga. Qanchalik qijilyapti. O'zingni o'ylab taqamiz 84 yoshli bir qiyr ayol ya tirik hayotligini bilmaymiz. Shu 4-oyninki 9-i quluq qo'ysa ech ketdi degan bir anglagan to'q. Uningdan doktorxonadan deganni angladik. Shu peti biz mana hech qanday aloqa qilolmadik. Uningdan mush bizniki tutun Müşürlüyorki bizden dostlarımızdan balları aldı 12 yıl öyden işkiden kesilip gitti Türkiye'ye gelip gitti de. Ağaçlarını azaplanıyordu da. Onun dikin bizden öyden dostunu ötken Erkin Asiya'yı bädi bir yıl iş kaptı. Şu bala ablikim Kerim diyenine ekkir gitip 35 günde ölügüne çıkıp taşlap bädi. Ayalı balları turmadı. Hatta ağaçların miyit namızını çıkargısını deyip. Muşna bir içiniş aletde Şarkı Türkistan'ın bütün Uygurlar kırılıvatqanda, lahtı kanlı yıkıvatqanda bugün günlükte erlerimizin uygunup gitişini, öyle otlaygan kız jigit ama ballarımızın yiteklep menişini talep kılman. Yani menimki bir deydigan gipim var. Muşna bir Hoş, sözlem. Sizden bir sorap bakay. Biz hem de Xitayning zulmida zuvallarımız tutulup, an desek olmaydı, man desek olmaydı, hatta ballarımızmı, ata-anamızmı, ay, zuvanını çıkarmalı olmaydı, sırtı dep cüymanlar deyip şu bisim bilen çoğun olduk. Hem de biz erkim dünyaya çıktık, Allah halisa koğlumuzu kәгенне diyeleydiğen, erkinlik bilen özümüz dağdan yolda mağalaydiğen buluşumuz gerek. Hazırkı şu uçur devrelerde, yani şunday şu internetda, şu WhatsApp'da bir hafta şikayetinin yağı biraz bir gaplar bo'ladi rahbarlarimizda. Yuqorida şu yağlık to'g'riliq so'zlayapti. Yağlıqni mandaq cheksan, andaq cheksan, mandaq degan gap. Hammamizning erkinligi. Bu yağlık menimcha da'vo ishiga hech qanday to'sqinlik qilolmaydi deb o'ylayman. Mening o'zimning ko'z qarashi. Yana men azar bir oilamdagi kishini misol qilib so'zlab beray. Hoş. Mening 4 qizim bor. 4 qizimninki 3-chi yağlık chigidi. Allah insaf tövfik versin. 5 oyoq namoz o'qiydi. Bir kichik qizim chigmaydi. Endi uni chig aytdikmi, machaqchi biz demadik. Zo'rlab chigdisak, uning biroz nimasi bo'ldi. O'zi 3 qizimni o'zi ixtiyori bilan chikkan. Bu 3 qizimning birisi Norvegiyaga kelib, bizga 10 yilga taqab qoldi. Oliy maktabga kirib, shunday yaxshi o'qidi. O'qib, shu yog'liq o'roqliq, qariq yog'liqni chigdi, qariq kiyimni kiydi. Shu maktabni berib, shu maktabni shundan yaxshi natija bilan bitirib, Norvegiya bo'yicha hamda xizmatga chiqdi mening qizim. Uning ustiga soqchida moliyalikni o'qigan, moliya hisobini tutadi. Yog'liqni barkan aytgan demidi. Mening shuning qaraganda Yevropaliklar unda deb ketmaydi. O'ziniki shu aql parasti qarab, hammasiga o'xshash qaraydi deb o'ylayman, kamsitmaydi deb o'ylayman. U qizim praktik qilib chiqqan vaqtida maktabni bitirib, Safxonda 3 oy praktik qildi. Mush yog'liqni daxl qilaman deb mendan so'radi, qanday qilaman sen biroz qilyapman degandek bo'ldi. O'zim bu balaman sen cho'g'ildim, bizni qaragan sizlar yaxshi o'qidinglar, hozir endi nima sizlar bilasizlar deb shunday dedim. Yo'ldishing bor deb o'zim bu dedim. Desam onun keyin ondan bu Safxon senbek yaxshi, men yaxshi ekan xizmat o'rinlashtirdi. Xizmat muqim oldi. Shuni hozir men ishlab ketib bordi.
ya senin yağlıkın var ki animan manın tesir kıldı ya dava işin tesir kıldı ya sen manda kelse ya manda işlerin tesir kıldı de bergiz kemsikini yok. Bizning şu mayli WhatsApp topunu bolsun hazır erlerimizin çıkarıp bardı. Şunda ayağlıkın anın tesir kıldı, miyag varsa manın tesir kıldı. Demeskini hemmimiz okşay senin içken, minin yıpırken demek bu uşak düşek işlerini yağlıkını katlap koyup durup hemmimiz birlikte ittifaklaşıp hemmimiz kolga tutup, müörünü tutup aş halkımızda kan yıkıvatkan iken biz kanday kılmayız. Dep aş vatanni azat kılgan çoğ işlerden başlatması bulamiki deyme. Ben bu işlerde sen hata yerim var mı? Hata yerim varsa meninki gipimninki resmen aildeki ayal o'qishganda shu nima qilgan aildeki ayal bo'lgan keyin grammatikaga tushirib so'zlamagan yerim bo'lsa ya'ni shu anglayotgan mushu to'rdagi Sharq Turkiston vatanparvar Uyg'urlarimninki to'g'ri tushunib mushuni sen man deding an deding deb bir-birini haqoratlab ketmay to'g'ri fikr bilan nisbat bilan to'g'rilab menishni umid qilamiz. Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın. Bu yağlık kiyim meselesi de bu yakından beri bu biraz meydana çıkıp kaldı. Emniyette Avrupa'da bizden ballarımız mı şu yağlıkını atıp kar giyimini giyip mektuba berip keldi. Mesela bugün bir iş bilen şehir Amsterdam şehir merkezine iki kızını ergeçtirip kapkar kiyim bilen kirip çıktık. Bu Avrupa'da, Amerika'da bir yerde hiç kandak bu kara kiyim, ak kiyim, kızıl kiyim, kök kiyim bundak bir dava işimize tesir etadigan undak evvel hazırçı mevcut demez. Ama bazılarının kallasıga bu narsa takılgan buluşu mümkün. Normal şahsen Avrupa'da bir adamın kara kiyip yapsa, kök kiyip yapsa, kızıl kiyip yapsa dep bazıçı undak alet yok. Ama Türkiye'de bağımı onu bilmedim. Yani ben bir deputatide gipimizi kesilettim ustaz. Endi biz bu uşak yağlıkın anda çıkıp mayal veripsi anda bulat, manda bulattı, ayağlıkın kiyim kesi manda buldu demey. Hemmimiz şu vatanı berip, vatanı azat kılıp, müstakilimizi kol algan deyken, onun deyken o meseleler kıysak bulut da, bir yer işket yok, onu talaş tartış kılandı. Vatandakiler kıstamcılığı turmu da yitivatı da. İken birisi şu Türk pasportu vatanı algan birisi bir haftanın aldı dışında içinişlik yapmak kıptaydı ki, vatandan kayan bir hafta oldu. Vatanda ko'childa adam yo'q, shundoq bir shu namoyishlarning bir zavol shum ko'childirdek. Ana degan saqchil ko'chada turdi ekan, qizlar chiqib qolsa jug'urib berib to'sat ak telefonni deydi ekan, shunda qarab saqchiga boramsa nima borsa deydi ekan. Hali bichora qiz o'zingiz bilan deydi ekan. Endi qayerni o'zlarini tushuninglar. G'o'jininki tutun yerida shu G'o'ji shahardan to'g'roqcha tutun lagerlarni yasayib adam patmay shunchalik tiqmoqchilikda bir o'ynachi 80dan yetyapti. Ishchilar surib kesilib, anan keyin sirtdan odamlar kirsa, furat ekan sening sap havoni turg'ilay, seni qamoq turg'ilay deb bizning millatimiz shu holatda tursa bu yerda yog'liq talashib o'tiramiz. Ya nima talashib o'tiramiz? Birlik bilan mangsak bo'lmadi. Şundak hazır adam ölevatkan, mevcutlukımızın saklayamayotgan bir zamanda bizdeki uşak neslerge yoki başka bir o'ylashmaydigan narsalarni ko'p bozorga silib, buning hamda Xitoyning roli bor. Masalan, Abay Gulgina hemşehrimiz deb o'tib ketdi. Menga ba'zi nomerlardan mushtaq uyingizda ayol kishiga uyingizda o'tirsiz u bu deb xat keldi dedi. Buning da bu bir normal ahvol, chunki normalda bizga nurg'un xat yozadi. Sen anda qilib, manda qilding, dini xiloflik qilding, sen tabliq qilmay bu yerda boshqa narsalarni so'zlading, millatchilik qilding, demokratchilik qilding, ko'k bayroqning gapini qilding deb har xil gaplarni yozib qo'ydi. Ammo biz buningga nima qilamiz? Ya'ni jiddiy bir javob qaytarib bu qilmaymiz, chunki to'rda maxsus Xitoyning odamlari bor. Şun Gülginagimi şu Xitoyning odamlari ashunda xat yozadi. Shunga o'xshagan to'rda maxsus fitnachilar guruhi bor, maxsus fitna qiladi. Qildigan ishi shu, uni debdi, bu buni debdi deb
sizga ayrim xat yozadi, meni yomon ko'rsatdi, uning ayrim xat yozadi, sizni yomon ko'rsatdi degandek ashunday ishlar bilan Xitoy bugungacha mushunday harakatlarni qilib keldi. Çünkü bundan Uyghur xalqi nihoyatda sagak bo'lsa, inshaalloh buni tutib chiqa oladi deyman. Bu Meryem hemşehrimiz, eğer siz müsait bo'lsangiz, sizning oxirgi so'zlaringizni olsam, vaqtim bir yerga berib qoldi. Bugun bu programmani biroz qisqartsak deyman, chunki internetimiz yaxshi emas, fikrim biroz ketib qolyotdi. Shuning uchun Alloh xolisa oldimizgi programmalarni yana anglatsak bo'ladi. Oxirgi so'zlaringlarni olaman hozirdan boshlab. Bu Meryem hemşehrimizden başlayayım. Sizin yani deydiğen yoldaşınız doğruluk deydiğen ve başkalar müracaat kılıdığan bizning qo'limizdan nima keladi, nima ish qilib bersak bo'ladi siz uchun Uyg'ur xalqi, erkaklar, tashkilotlar, rahbarlar nima ish qilib beramiz. Bu to'g'risida qalbingizda nima so'zingiz bo'lsa, bu qarindoshlik studiyasi orqali dunyoga anglatsangiz bo'ladi. Bu Meryem sizdan boshlasak bo'ladi. Marhamat. Avval ben qarindoshlar nima ish qilib bersa bo'ladi, tashkilotlar nima ish qilib bersa bo'ladi degan vaqtda hozir mening qalbimda shu yo'ldoshimning bexatarligi eng cho'ng g'amdan birisi bo'lib qoldi shu hozir. Agar mumkin bo'lsa, mayli dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lamdi yoki bo'lmasa shu mening bakroq umid kutadiganim shu kompyuter sohasidagi qarindoshlarimiz bo'lib qoldi. Chunki balkim mening yo'ldoshim biramdi bu kompyuter programmer nimasida iqtidor bor. Şey, endi biraz tonulgan kişiler qatarını hesaplanadi. Bunu bir mushunday bir taqdirga duchor bo'lishning bir sababi deb qarayman. Birim shu yuqori darajali tashkilotlarimiz agar mumkin bo'lsa, men shu yo'ldoshimning zodi nada hozir. Agar kesilgan bo'lsa, qanchalik kesildi, nada turyotidi. Mush uchun egilib bersam, men shunchalik xush bo'lib ketdim-chu hozir. Gerçi qutuldirib chiqolmagan taqdirdimi? Qutuldirib chiqalsa, endi Allohning izni bilan. U men uchun nihoyat bir xushallik ish. Qutuldirib chiqolmagan taqdirdimi, zodi nada turyotidi, hozirgi ahvol qanday? Mush uchurga ega bo'lish men uchun meni eng taqozo qilgan bir ish bo'lib qoldi. Yana biri shu kompyuter sohasidagi qarindoshlar. Masalan, hakkerlik darajasi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, mush ishlarga bir kuchab baqsa, bundaq bir nima deymiz, kalasini ishlatib baqsgan deb o'ylayman-da. Mush jihatlardan bir qilolgan ish bormi yo'qmi? Chunki men bilib bo'lmadim, bizning millatning orasida bu sohada, ya'ni mush IT deymiz, mush sohada qaysi darajada yetishgan qarindoshlarimiz bor chet elda. Vatandagilar bilan hozir aloqa qilish mumkin emas. Mush sohada qaysi darajaga yetgan qarindoshlar bor, shuni bir bilsam bo'ladi. Chunki men ba'zi bir ishlarda zodi yordami kerak bo'ldi deb qarayman. Ammo bunda qarindoshlar bilan hozirgacha men bir rasmni to'lishtirish yoki bir ish qilib bir aloqa qurolmadim desam bo'ladi. Balkim ba'zi deb o'ylayman, aramizda shunday qarindoshlar bormi yo'qmi, shu hakkerlikning eng yuqori pallasiga yetgan bir qarindoshlarimiz bo'lsa, qilolig'idagi ish bo'lsa, men bir aloqalashsa deb o'yladim. Uzun bir kalomda qolgan bir masalaning birisi shu. Yana biri shu dunyo bu orqali sizning yo'ldashingizning xabarini aql bo'lamdi sizningcha? Haykerlik orqali. Bu endi shu adamning iqtidoriga bog'liq deyman hozircha. Ama onu qilamagan taqdirdami, men bir yordam ehtiyojli boshqa bir sohada yo'ldoshimni qilayotgan mush ishlar to'g'risida. Mening shaxsan o'zimniki bilim saviyam to'g'ri kelib qoldi buningga. Bu jihatdan endi o'ylashib baqsgan deyman, endi buningmi uchirgan odamga bir narsaga bo'lmaydigan bir murakkab bir masala endi bu yoqda. Demakchi bo'lganlarimni balkim shu sohaning odamlari hozir tushunishi mumkin. Agar shunday qarindoshlarimiz bo'lsa, bir o'zini mana bir tanishtirsa, men bilan aloqa qursa deb o'ylayman. Bu bir. Andan keyin millatga nisbatan deydigan gapim. Bizning millatimizga nisbatan deydigan gapim. Bayatim boshqa achilarimiz namoyish to'g'risida bekroq gapirib qoldim. Men shaxsan o'zim o'ylayman. Namoyish
biz taqılib oladigan bir sahama emas deb qarayman. Namoyish qilishimiz kerak. Namoyishmi bo'lsin. Ammo bizning qiladigan yana boshqa ishlariimizdek nurg'un ishlarimiz bor. Hammamiz o'z sahayimizdagi ishga eng kuchimizni tekrar chiqarsak ekan, o'zimizning sahasida eng yaxshi bo'lishga tirishsak ekan degan umidni bekroq kutaman. Bo'libmi shu yoshlarimizdan, bo'libmi menga o'xshash yoki mendan yuqori darajadagi saviyalik o'qigan qarindoshlarimiz bo'lsa bir kuchab bosgan degan umidda. Kuchab bosgan emas, cho'qim kuchgan butun shart-sharoitni tashlab hamda o'zini besib turibchi shu jihatda o'zining sahasida bir muvaffaqiyat qozonishgan, millatga bir algidek ish bo'lsa qilishgan qo'ldan kelguncha deb o'ylayman. Mening yo'ldoshimni ilib etsam, bu yerda bir ishga xizgab qistirib qo'yay. Yo'ldoshim garchi hamda o siyosiy ishlarga qatnashmagan u bu degan bilan, lekin uning yuragida millatniki bir g'ami eg'ir bir o'rinni olgan bir kishi endi. Shu sababdanmi ba'zi vaqtlarda shu firqalarning bo'lmaganini chiqarishda millat uchun ya'ni ham yaxshi ishlarni qilishda fursatlarni bo'lmaylan baldurlan bir mushtaq bir peshkanlikka yo'l qo'yishimdek meni afsuslantirgan ishlarning biri. Boshqa qarindoshlarimiz bo'lsa, bo'libmi mana shu IT texnikasi yoki bo'lmasa fizika, biologiya degandek shu zamonaviy fan texnikalar sohasida xizmat qilayotgan yoki o'rganish qilayotgan, xizmat qilayotgan shu qarindoshlarga taklifim o'zinglarning sohasida eng yaxshi bo'lishga tirishsanglar degan umidda. Namoyishni qildiganlar yezikasi chiqsaq namoyishga. Lekin hech ish qilolmaydiganlar qildigan ishlar deb o'tsekmi bo'ldi. Buningga boshqa ishlarni qilolmagan vaqtimizda namoyish qilamiz. Ammo ba'zilar ham namoyishga chiqmaydi, u millatni ko'ymaydi deb unaqa og'rinib ketsak bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Chunki kimi endi masalan men o'zimni ilib ketsam, men Alloh bir musulmon bo'lish bilan shuni deyman. Men hozir mening qiladigan ishim Alloh meni bilan sinovati degan vaqtda mush taqdirga mubtalo bo'ldim. Yo'ldoshing uchun nimalarni qila olaysan? Bolalaringni mush sharoitda qanchalik tarbiyalaysan? Vatandagi shu ota-ona ishidagi bo'lgan shu qarindoshlar uchun yana qanchalik xizmat qila olaysan? Shu ishni sinovati deb qarayman. Mening sabrimmi mush yerda mush ishlarni, mush xizmatlarni qilishda qanchalik chiqib tura olishimni sinovati deb qarayman. Men yoki Facebookda unaqa murojaatlarni e'lon qilmay, ekranga chiqmay o'tirish bilan yoki faqat Alloh qilan duo qilib, boshqa ishlar bilan korim bo'lmay, Allohdan umid qilib, mushtaq qilsam men bu sinoqdan o'tib ketalayman deb o'ylamayman. Alloh meniki qanchalik amallarni qilib, qanchalik qila olayman, shuni ko'rmoqchi deb o'ylayapman-ku hozir. Shuna. Allah razı olsun. Mağbek hammadan bek deydigan gaplar sabr qiling. Meni bo'lsam shu Facebookda shikoyat qilmang, debdikman, o'qimang, bo'qimang degan gaplar bo'ldi. Men Facebookda haqiqatan ahvolni anglatdim. Faqat shikoyat qilish, rozi bo'lmaslik, albatta zulmga rozi bo'lmadim. Ammo lekin bu taqdirni qabul qilmayman, amal yo'q, qabul qildim. Ammo lekin mening qildigan ishim, men o'ylaymanki, bundan keyin qildigan ishim shu taqdirni qanday qilib yaxshilash, mush bishim kelgan zulmlardan qanday qilib qutulish, qanday qilib mush o'tganlardan o'tilish, menga kelgan eng chong sinoq mushi bo'ldi. Mushni sabr qilib, mushni chora amallarni izlab, mayli bizning o'zimizning tipimizdan bo'lmagan yoki o'zimizning yo'lda bo'lmagan odamlardan yordam so'ragan bo'lay, yoki ulardan yordam talab qilgan bo'lay, hargiz bu mening iymonimni dastlab turadigan bir ish deb qarmayman. Shu meniki Allohdan umid kutib, Allohniki yordami qaysi sahadan qaysi kishining qo'li bilan kelishi, bu mening ilkimdagi ish emas, balki mening tirishchiligimga bog'liq, Allohning iziga bog'liq ishlar deb qarayman. Shunaqa, Alloh razı bo'lsin. Qarindoshlarga men ko'p deyman endi. Men sabrni tavsiya qilayotgan qarindoshlardan Alloh razı bo'lsin. Meni deb tutmang, kishiga dardingizni aytmang, uni qilmang, buni qilmang deb sabr
qilishga undaganda siz ching turib kuchli bo'lib Hı. bundan keyin mush yo'lingizda yo'ldoshingizni qildirish yo'lida bolangizni yaxshi tarbiyalash yo'lida andan keyin bir oddiy bir inson bo'lish sifatim bilan shu millatniki hozirgi shu bir qayg'uli ahvoldan chiqish uchun bir kishilik tuhfangizni qo'shish yo'lida ching turing, davomli ilgarilang, vaqtingizni ching tuting deb tavsiya qilgan qarindoshlar bekroq sevimli bilinadi menga. Sabrni tavsiya qilayotgan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Ularni endi yaxshi tarafni o'ylab davatudi deb qarayman. Ularni men to'g'ri tushunaman. Ammo haqiqatan tunji mezgillar vaqtda men sabrni tavsiya qilsa birisi qulqimga mush qo'ygandek anglatdi. Buni e'tirof qilaman. Lekin u dal vaqtida inkos qaytarib yoki norozi bo'lib qilgan ishlarni qilmadim. Bundan keyin meniki qilgan ishlarim boyam degandek shu uch jihatdan tirishsam bo'ldi deb qarayman. Allah razı olsun, rahmet. Yana bir deb qo'yilgan bir gapim chiqib qoldi. Nurg'un qarindoshlar hozir shu Gulgina adimiz bilan Ro'shangul achimizniki degan gaplar qatta tug'ildi bu gaplar kalomga. Nurg'un qarindoshlar o'zining nima qilganligini, nima qilish kerakligini bilib yetdi deb o'ylayman. Atrofimdagilar qarsam, yana men o'xshash masalan oliy maktabni bitirib bu degandek. Men aniqini qilib aytgan vaqtda men Misrga chiqishdan ilgari Xitoyning bevosita zulmini his qilgan bir ayol emas. 2010 yil turdim. 2009 yildan boshlab hijoblangan bo'ldim. Bütün yüzüm ochiq holatda bütün hijoblangan bo'ldim. Shu 2014 qadar men birasniki undaq qil degandek undaq bir zulmga uchrab baqqan emas. 2014 yil qaytib kelgan keyin endi vatanda 9 oy turgan bo'ldim. Shu jarayonda azroq bismillah kelgan bo'ldik. Ammo men shu Bejonda o'qish jarayonida hurmatga erishtimki, e'tirof qilishga erishdimki, bir qattiq zulmga uchrab boqmagan. Biraz erkinlikimni chatga olgan emas. Mushu Misrga qachon bir chiqdim, ish qilib ba'zi bir haqsizliklar bo'g'ilib qolayli desam bo'ldi. O meselelerin hem de Allah razı olsun o meselelerini pek şahsi hayatının meselesine girmeyle çünkü hem beylerin özgü layık bir hikayesi bulundu. Bu zulüm gaplarni o'zitayim. Mening bir demak bo'lgan gapim bor-ku bu yerda. Qisqartibdan biraz qisqartibdanmiz. Bo'ldi. Men oxirgi gapimni davolasam bo'ldi hozir. Men o'xshash masalan bu yerda bir fikr o'xshamaslik chiqar ekan-ku, men demoqchi bo'lganim. Masalan, biz ichkari tarbiyalanib chiqqanlar bilan bu vatanda tarbiyalanganlar yoki bo'lmasa boshqa sohada chet ellarda tarbiyalanganlar orasida fikr o'xshamaslik chiqar ekan tabiiylar. Buni yo'qotib bo'lmaydigan bir ahvol desakmi bo'ladi ekan. Ya o kıyamet gücü yüz berdi fikir okşamaslıkı Allah insanı aşındak yaratkan. O fikirimiz... Kim amel bilen netice kazandı, kimi yeni bir amel bilen netice kazandı. Hemimiz namayış kılış bilen netice kazanıp olamayız. Birimiz başka bir sahada hiç kim bilmeydiğen, bir vasıta körünüz durmaydiğen ameller bilen belki milletke nurgun halkılık... Abay bu meselelerini ait inik oturup koydunuz yani özünün koldan iş kıldıqanlı qoldaki işini qıysa boludu, namayış kıldıqanlı namayışını qıysa. Çokumlam namayış islavanmasak mı her adam özününki nemizin cari kıldız boludu dep şuna dediniz. Ahir deydiğen gibiniz yana okşaş mı yoki başka bir narsani oturup koymakçımız? Başka bir narsani oturup koymakçı. Nima degan vaqtda bizim ma okşaş mayadan chiqqanlarimiz zulm azroq bo'latam degan deb qarayman, chunki sal o'zini chektatdi deganlarning orasida shular chiqyotdi. Masalan, oddiy silkitga vaqtda men yo'lishimning murojaatnomasini men asosan ish qilib men taniydigan do'stlarning orasiga bevosita yo'lishimda chek uchirgandeklar his qilaman, chunki o'zlarini tatqandeklar. Xuddi men bir yoki mening yo'lishim bir haqli bir taqdirga duchor bo'lgandeklarchu. Amaliyotda masalan vatanimizda bo'layotgan zulmga nisbatan bizga o'xshash shu 80-yillarning keyingi chiqayotgan shu ziyoli o'quvchilar niki ishchi bekroq pishsa, garchi o'zining taqdiriga beshig'i bevosita kelmagan taqdirdami, shular bir o'tirib chiqadigan bir ishdi bu ishlardichu. Oldingi satning boshlari bo'lib shular chiqsa bo'ladi. Hozir amma shu namoyishga qarab baxsam shu zulmga bevosita uchragan kishilarimiz chiqyotdi. Amaliyotda shu zulmga nisbatan
chiqishga tegishli kishilar o'zining millatining dardiga yetish uchun ziyolilarimiz anadagi siyosiy davoni qildiganlarmi zulm bevosita uchraganlarmi qilsa lekin shu siyosatni tushunadigan vaziyatni tushunadigan shu jihat bilimi bor kishilar qilsa bekroq yaxshi bo'ladi ishlar joyiga yaxshiroq tushadi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Bu meselede ben hammadan o'tirga chiqish bir shart emas bu yerda. To'g'ri. Hammadan ekranga Bu sizning ochbay so'zlayotgan so'zingizning hammasi bir gapkan. Men hozir tushundim. Ya'ni hammasi birli gapkan. Ben tushundim. Xo'sh, asli men so'zni jiq berishim kerak sizlarga, ammo vaqt to'shab qoldi qarindoshlar. Uning uchun agar yana so'zinglar bo'lsa, kelar qatimliq programmaga chiqib yana so'zlasanglar zaman bizning ikkilanimiz ochiq. Bu namoyish masalasi qarindoshlar, men sizlarga dey, men chet elga chiqqan hozir 13 yil bo'ldi. 13 yil ichida tunji qatim namoyishga manchilik odam chiqqanini, manchilik Uyg'urning chet elda uyg'onganini tunji qatim bu yil ko'rdim. Yoki o'tgan yilning oxirlari ko'rdim. Undan burun biz namoyishga 8-10 odam chiqdik. İstanbul'da men tunji qatim chiqqan namoyishga 14 kishi chiqqan 2007-yili. Bundan 11 yil burun 14 kishi biz namoyishga chiqqandik. Shu vaqt namoyish chiqsak, biz yo'lda bir qancha kishi uchqab qilib namoyish mangdoq desak, biz İstanbulga kelgili 10 yil oldi, namoyish chiqib qolmadik. Siz kelgili bijab bo'ldi, namoyish ketib boramsizlar, obdan qilibsizlar birodarlar deb bizning erkaklar bizni to'sqan. Shu vaqtdan tortib biz bu yo'lda ketyapmiz. Namoyishga Uyg'urning chiqqani bir yil bo'ldi singlim, men sizga shuni tushuntirib qo'yay. Shunga hammadan ko'zingizga namoyish chiqqandek ko'rinib ketmasin, endi 1 yil oldi. 1 yildan burun bu erkaklarning hech qaysi demayman, 1000 erkakning ichida birisi chiqdi. Masalan, Gollandiyada biz 8 odam bilan namoyish qilgan 2 yildan oldin, 8 kishi. Gollandiyada 2000 ga yaqin Uyg'ur va 8 kishi bilan namoyish qilgan. Bu Xitoy chegarini taqgan kundan tortib Uyg'urlar rasman bevosita ziyon ushqashga boshladi. Ushqagan kundan tortib Uyg'urlar namoyish qilmasak bo'lmaydi ekan deb. Chunki bizning namoyish qilishdan boshqa siyosiy harakatimiz yo'q chet elda. Ya'ni siz qo'lingizga shunday qurol olsangiz, shu zaman tutib ketadi. Mayli Amerika, mayli Yevropa, mayli Turkiya, mayli Saudiya Arabiston. Uning uchun namoyish hozir eng chong vosita bo'lib qolyapti. Undagi namoyishning kuchi mubak oz emas. Chunki burun siz hamda men ichkarida 6 yil turdim. Bu Xitoy bizni shunday o'ynab ketdi. Sizning qo'shningizga ziyon berdi, sizga ziyon bermaydi. Bir odamga ziyon keldi, yana birisiga ziyon kelmaydi. Ashunda o'yindi bizni 60 yilning yog'i. Ammo bu qitim Xitoy rasman erkaklik qildi. Biroz erkaklik qildi. Ham biz deydik burun. Bu Xitoylar bizni birdan o'ltiradigan o'xshaydi deydik. Ammo Xitoy bu qitim hammangni biroqla o'ltirmanga tushgandan keyin endi Uyg'urlar ko'zini ochdi. Agar Xitoy burungi siyosatini yo'l qo'yavergan bo'lsa edi, bizni yana 30 yilgacha hammalarni qirib o'tdi. Ammo Xitoy hozir hammangni biroqla qirib o'taman dedi. Bu yerda ham nachar vaziyat shakllandi, ham yaxshi vaziyat shakllandi. Yaxshi vaziyat deganimiz Uyg'urlar butun umumyuzlik uyg'onishga boshladi. Nachar vaziyat deganimiz Uyg'urlar 30 yil ilib mangadigan Xitoyning yo'qti siyosatini Xitoy 1 yilda qilib o'tdi. Ya'ni nachar vaziyat bu bo'ldi. Ya'ni her bir qiyinchilik bir osonlik bor deb Uyg'ur xalqi uyg'ondi chet elda. Yanılam nurg'un kishilar qichib yuryapti. Siz hozir dedingiz, buning siyosiy da'vo akademiklar, ilmiy odamlar, doktor, professor, ustozlar buning oldida mas'uliyat dedingiz. Men sizga deb qo'yay, bu da'voga chet eldagi 500 doktorning 50 ga qitilib olinmadi men sizga deya. 450 doktor o'zini yashirib yuryapti. 500 mollaninki 50 ga endi qitildi. Yani 5-10 yıldan yağı İstanbul'da başladı bu mollalarınki, alimlarınki bu sekki qetilişi. Ondan burun biz bu alimlarını bu Şarkı Türkistan degen isimni Mısır'da ben 1,5 yıl turup, bir ustazın ağzından anlap bakmadım, bir talibning ağzından anlap bakmadım, Saudiya Arabistan'da turdum 2 yıl, bir din okuyanlarning ağzından Şarkı Türkistan degenini ben anlap bakmagan. Ben fakat Avrupaga chiqib bu Şarkı Türkistan degen gapni anladım. Türkiye'ye kelib anladım. Türkiye'de keyingi zamanda ustazlarımız uyg'ondi. Ama ben sizga dey, ustozlarning ichidami 100 ustozning ichida 10 uyg'ondi. Qolgani yana Qur'onni o'ziga dalda qilib, Qur'on orqali o'zini yoshirib, boshqa banolarni tepib bu siyosiy da'vat emas, bu Xitoyga qarshi da'vat emas. Xitoy deyishni yaqinda o'rganyapmiz biz, men sizga deb qo'yay. Bu Xitoy degan gapni chiqaramay kofir deydik biz. Men sizga dey.
Kafir desek gap qilmaydi Xitoy. Xitoy desek gap qiladi deb Xitoy deyolmay, Qur'on o'qiganlar, hadis o'qiganlar Xitoy deyolmay, emdilatin 5 yil oldi Xitoy deydiganlar. Shunga namoyishga chiqish ninki nemisini bek oddiy chaqlig'i bo'lmaydi. Hem siz degandek u oqisat masalasi bu ma'arif, yaxshi o'qish, o'zini taraqqiy qildirish, iqtisodini yaxshilash, mayli kompyuterda, mayli boshqa sohalarda ilgirlash. Yani xulasi kalom, men so'zimni tugatsam, xulasi kalom her kişi o'zining sohasida ilib mangsa bo'ladi bu ishni. Ammo mening deydiganim, men Husayn Tajalli qarindishimning deydigani, umumyuzlik bütün Uyg'ur bu da'vo qilinish lozim. Bu namoyish qilinish lozim. Kompyuterni kechasi o'ynasa bo'ladi. Ammo kunduz namoyish chiqish lozim. O'zining tijoratini kunduz qilsa bo'ladi. Ammo oyda bir qitim yo yilda bir qitim namoyish chiqish lozim. Umumyuzlik bizga farz ayinki Xitoy qarshi turish. Ya'ni biz hamma ishni qilishimiz kerak. Qo'limiz, chunki sahobalarning sunnati shu. Rasulullohning sunnati shu. Rasululloh bir ishni qo'yib qo'ydimi? Sahobalar ma ishni, ma namozimni o'qiyveray. Ma bu nimamni o'rganayveray, kompyuterni o'rganayveray, ammo namoyish chiqmay turay dedimi sahobalar? Sahobalar ham namoyishga chiqdi, ham jihodga chiqdi, ham kompyuterni o'rgandi, ham hijratini qildi, hamma ishni qildi qo'ldan kelgan imkoni. Qur'on Karimdagi asosiy, eng chong asosiy muntizim qoida ittaqulloha mastata'tum. Allohdan qo'rqinglar, qo'lingizdan kelgan ishning hammani qilinglar degan oyat bor bu yerda. Qo'lingizdan kelishcha Allohdan qo'rqinglar dedi. Bu yerda biz cho'qim bir ishni islavlab, yana bir ishni qo'yib qo'yinglar deydigan ish yo'q. Shunga ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Sizlar islomga kirsanglar umumyuzlik kiringlar dedi. Chiqinglar degan yani hammasiga chiqsiz, o'rganinglar degan narsani hammani o'rganishga tirishsiz. O'rganmasligingiz u boshqa bir masala. İqtidoringiz yetmasa o'rganmaysiz albatta. Ammo qilishga tirishsiz. Albatta namoyish chiqqanlar namoyish chiqsin. Faqat kitob yozganlar kitobini yozsin. Bu ideya bugunga to'g'ri kelmaydi. Biz burun buni degan. Ammo bugun umumyuzlik har odam kitobini yozadi, namoyishga chiqadi, qo'li qurolni oladi, qalamni oladi. Bunday qilishimiz lozim. Chunki biz bexatarlik avvalda. Biz hozir kitobimizni yozadiganlar kitob yozadigan, namoyish qiladiganlar namoyish qiladigan avvalda emas. Biz hem namoyish qiladigan, hem kitob yozadigan avvalda. Mening fikrim bu. Men so'zni nimaga beray, Gulginaga beray. Oxirgi so'zingizni olay. Xo'sh. Allah razı olsun ustoz. Bek to'g'ri, bek yaxshi tushuncha berdingiz. Men bu dal sizdek ko'z qarashda bütün Uyg'ur xalqi siz degandek shu bir ideyaga bir ko'z qarash kelsa, bu da'voyimiz Alloh xolsa bir texmi cho'ng bir g'alabalarni qo'lga keltiramiz bu da'voda biz. Masalan, bu Alloh taolo bizni bu yerga bu hijratga bizni bek taqvo bo'lib ketganimizdan tanlamadi. Men shunday qarayman, mening shaxsiy tushuncham bu. Mushuni tushuntirmam tushunchimda. Bizni taqvo bo'lib ketganimiz uchun emas, balki bizni sinash yuzidan bu hijratni bizga nisbatda Alloh taolo. Mushu biz asl nafsimiz bo'lganda Xitoy tajovuzning zulmida shunchalik bir qisilgan vaqtimizda shu chog'da shunchalik jihodni orzu qilib ketgandik. Ey Alloh deb kech-kechlab namoz o'qib, shunchalik izlanib bütün melimizni sarf qilib turib, pasport bejirib shu yerga chiqib, erkin dunyoga chiqishga shunchalik aldırgandik. Endi erkin dunyoga shunday chiqdik, yani turmushni g'inib chekib kelsak, biz vijdonimiz yuzkilanmaymiz. Biz Sharq Turkistondagi 40 million xalqimizga biz yuzkilanmaymiz. Narsa qarayman. Alloh taolo bizni sinash uchun chiqadi bu yerga. Biz erlar, ayollar 7 yoshdan to 70 yoshgacha bütün Uyg'ur xalqi ey zolim zulmni to'xtat deb zulm qarshi tursa, Alloh taolo bizga nusrat bermaydi. Allah bizni tashlab qo'ydi o'z holimizga. Chuqur biz uyg'onishimiz kerak. Hozir uyg'ondik, alhamdulillah uyg'ondik. Alloh razı olsun. Mening abiyatim demakchi o'g'lim bütün erlarni unda demayman. Nurg'un sapdan oldi demayman, oppoq soqolliq bu ashu cho'ng dadalarimiz, akalarimiz, inilarimiz chiqyapti. Ko'ryapmiz o'z ko'zimiz bilan. Shular shunda bayroqni ko'z olib ko'tarib bizning oldimizda sapga tizib ashunda men bizga yo'l boshlab qo'yapti. Lekin yana bir qism erkaklarimiz gapni yo'g'on qiladi, lekin shu da'vo sepiga faqat qitilmaydi. Da'vo sepi qitilganlarni o'zi kelyapti ham dal bizning ahlini shu da'vo sepi qitilishini to'sqinlik qilyapti. Bunda qilmaslik kerak bu.
bu hozirgi shu jiddiy bir vaziyatda biz o'lim xavfi beshimiz kelgan chog'da bizning kimligimiz yo'qolib ketadigan shunday xatarli bir vaziyatdami yana biz o'yinib o'tiramiz. Nima o'yinib o'tirib men nima uchun chiqdim? Men bir ayol kishi, men nima uchun chiqdim? Men 16 yoshlik yosh baharni dastlabki bahar yaşaydigan shu ota-onasining nimasi himoyasida g'amsiz yashab bir ilm oldigan bir paytda qorong'u zindan kamera so'lagan begona shu mas'ul begona chiroyli o'g'limni uchun chiqdim men bu safar qitildim. Ba'zilar deyishi mumkin o'g'li qutulib qolsa yoki o'g'li shalva to'xtab qolishi mumkin deyishi mumkin, lekin men hargiz to'xtamayman. Men bu qasamni berdim o'zimga. Kalbimni Allah biladi, yo'ldashim shu, men shu bu da'vosi bilan oxirgacha kurash qilmayman da'vosi bilan. Mayli xalqaro sud kechirim tashkiloti bo'lsin yoki sud kollegiyasi bo'lsin, BDT bo'lsin, nega bor desa shu yerga borman. Shu da'voyimni, shu Uyg'urning da'vosi anglitishda nega borsa boraman. Chunki bu men bir ibodat ustida. Men bir haq da'vo mening qilayotgan da'voyim. Hammamiz shunda qarashimiz kerak, bizning haq da'vo. Chunki bizning tuproqimizni, ona vatanimizni Xitoy tajovuzsi, nomussiz kommunistlar, kam nomuslar egallab oldi. Biz shuning qatdan nimishqa birlashmaymiz, shuning qatdan nimish harakat o'tmaymiz, qachon sukut qilamiz biz? Sukut qilib kelganimiz shu. Xitoy bizni asta-asta o'limga bog'ga yaqinlashtiryapti. Shunchalik bizni bilindirmay, shuncha psixikamizni egallab olgan Xitoy, hatto bizning aşırı bu yerde ben hareket kılsam, faaliyetler katlasam, bayrakını kışa kelsem, tutkunumda solu yutudu. Zulümle tehim küçeytidu, unda kılıdı, bunda kılıdı deyip kokaydığımızı Xitay inik bildirdi. Şuna bizim aramızga nurgun fitne fasatını deyip bizni birbirimizge sert gösterip şu kıygan dava üçün kıygan namayişlerimizni yok çıkarmak suratını deyip ki yok çıkarıtenmeydi Xitay. Münafıklar herkes yok çıkarıtenmeydi. Şunun için biz kanç şunda gep sözde boğazı tehimi bek köp çıkıp bu davası bilen özümüzün avazımızı anlatışımız gerek. Adiyatın tecelli ustaz degende bu avaz Türk kıyındaşlarımızı anlatışımız gerek. Onun alıp yana başka kıyındaşlarımızı bildirişimiz gerek. Bir küçük bir fırsatını koldan vermemiz gerek. Bazılar öyleyken vay namayışka çıktık bolda o jığın tuttusunda o jığında bağımsak namayışka bol bağdık ko tünüge ilişkin bağdık ko der diğerlerini gördüm. Nimiş bunda kılımız? Her bir imkaniyatı koldan vermemiz gerek bizge. Bizim şunda şarayet yaratıp yaratgan Türk halkıga rahmet yetişimiz gerek. Hem şunda önümlü faydalanışını bilişimiz gerek. Bularning bizning kutadigan umidimiz shu. Bularni deydi muamel vaqtlarga borganda Saadat Partiyasiga tirashgan chog'da Najimga Erbaka ustozning vaqtiga borgan vaqtlarimda nurg'un Türk qarindoshim dedi. Mening bir yer borgan vaqtimda qo'limda bir sumkam zodi bor. Unda nima bor desanglar, uni ya yeydigan narsa ya ichadigan suv emas. Mushu Sharqiy Turkistonda Xitoyning zulmiga uchragan mayli mening yaqindagi qarindoshlarimning odamisi bo'lsin, mayli o'zimning o'g'limning bir zulm uchragan bir voqelik bo'lsin, ashuni ko'paytib shuni Türk qarindoshlarimizga har birisiga ashuni sunish uchun ko'paytib davomli shu ishni qilaman. Chunki mening maqsadim shuni bildirish. Men haq nima deyishdan diqqat nazar men bu davoni hargiz to'xtatmayman. Bütün erlarning, ayollarning bu davoda o'zining rolini joriy qilishini umid qilaman. Allah razı Qachon olsun. sukutimiz biz sukut qilish vaqti o'tdi hamda. Bas yetar hamda sukut qilmayli biz bunga. Qachon sukut qilamiz? Yurtimiz lahlab bo'lib ketdi. Qachon sukut qilamiz biz? Oqsab qachon mukib olamiz? Bu mening qilishimiz degandek agar aslında da bu qolsa bu gap boshqa tushuncha berdi bu qarindoshlar. Unda o'ylamasligimiz kerak biz. Bu ciddi taqozosi hozirgi Uyg'ur vaziyatining ciddi taqozosi. Cho'qim bir harakat o'taylik biz. Biz agar bu namoyishning qimmati yo'q deb aytsak masalan, ashu Anqaraga borgan chog'da bizni nima uchun Xitoy konsul Anqaradagi konsulxona oldiga boradigan ashu niyat qilib shuningga ruxsat berilgan yerga bizni bag'izmidi u. Nima uchun bag'izim? Men boshqa Turk xalqining Türk aşağıda başkanların aşağıda rencidim aşağıda to'sab qo'yganlar. Lekin shunday tafakkur qildimki, demak bizning bu da'vo tipimizning mustaqillikda shunday chiqishimizni Xitoyni qo'rqitdi. Xitoyning yuziga bir tastak uribdi, Xitoyga bir mush etibdik biz. Shunday qo'shildim, shunday garchi u yerga borolmagan bo'lsakmi,
Xitoyning aşı qo'rqib aşağı kelishimizni to'sash uchun aşı Türk qarindoshlarımızga murojaat qilganini, aşı boshqalarga murojaat qilib bizni to'xtatib qo'yganligini his qilib, shunda aşı men bir g'alaba hislat bilan qaytganda qo'shildim aşaga. Bu hargiz sal qarmaydi buni namoyishni. Faqat sal qarmaydi. Bize Türk qarindoshlarimizni shunda qo'llatdi. Ajab yaxshi chiqibsizlar. Shunda anlatinglar, dardinglarni anlatinglar, biz sizlarga destek beramiz deb shunda qo'llayotgan sharoitda nima chiqmaymiz biz? Nima chiqmaymiz? Necha vaqt ya qaysi bir Uyg'ur ayol boshbakan bilan ko'rishadigan qaysi bir mushu bizning da'voyimiz ashu kun tartib kelib nima qilgan mushu qachonki biz mushu da'vo ishlarida mushu namoyishda ko'plab chiqib, ko'plab uyg'unib mushu uyushib her bir faaliyet aktif qatnaştık. Şundan keyin bizler asta-asta galiba qo'lga kelyapti. Buni hargiz sal qarashib bo'lmaydi buni. Shundoq. Alloh rozi bo'lsin. Shu. Rahmat. Rushangul adamninki oxirgi so'zini olaman. Qalbidagi oxirgi qarindoshlarimiz deydigan gap bo'lsa, shuni desa bo'ldi mana. Bo'ladi. Men ham de shu shu namoyish to'g'riliq gap bo'lib qilyotidi. Endi bizningki hozirlam qurolliq ko'tarib ma'noga bizning hech qanday tayyorligimiz yo'q. Mushu rahbarlarimiz bizga mush ishlarni qanday qilamiz, qanday yo'l bilan bir taraf qilamiz degan mushunaq bir darslarni WhatsApp to'plarida dars qilib o'tib, mushlarni muzokara qilish, qanday qilganni biz qay yo'l bilan ma'namiz, shuning to'g'riliq so'zlash kerak. Yana birga bu namoyishmi bir tashviq deb o'ylayman. Ham ashlarga hujum berishimizda, bundaqcha aytganda, qanday bo'lmasin bu shu cho'ng namoyishlarda Xitoy biroz cho'chidi, qo'rqdi. Ular o'zi shu Xitoy kabir qo'rqancha qo'rqashqa, hozir ashna hammayan tanki bomba qilib, hozir ashna o'tiradi. Ulumi noit ansizchilikda uyqularini yo'q u haqninki. Shunday bir holatda ular. Shundan qaraganda uni bir jur'at yo'q haq. Mushna namoyish orqali yana o'zimiz izlanib qanday qilamiz, mana bunday qilamiz deyish, boshqatirish birlik bilan biz shunga nima o'ygansak bo'ladi. Mush erlarimiz mana bizning bu oiladagilar shunday bir vatanparvar, vatanda shunday bir vatanparvarlikda bizning oiladan kelib chiqishi. Shuni ular musha kelganning yog' bizni 10 yilning yog' shunday hamma qo'limizdan kelgicha hammani qildik. Namoyishlardan qolmadik. Ne bo'lsa shu vatan uchun deb mangdik. Allah bizni shunday vatan uchun deb menganimizni Alloh rozi bo'lsin. Biz mush yo'lni biz mushna bergan, mushalik chiqib, mushga yetishtirgan Janobi Allohga shukr deyman. Yani mening deydig'inim mendiki biroz bir gap so'zlar ketib qolgan yerim bo'lsa, bir tanqid kuchqab qolmay, yani top-topda bir-birini tanqidlaydigan, bir-birini haqoratlaydigan ishlar bor. Mushlardan men tuvallatchi so'rayman, to'g'ri fikr berib, ma'lum manday ketdingiz, manday ketdingiz deyishgan ishlar bo'lsa, chiroyli bir to'g'ri tushuncha bilan fikr berishni so'rayman. Shundan yana o'sha oilada meni 3 qizim yog'liq chekdi, bir qizim yog'liq chekmaydi. O'zining erkinlikka hozir bolalarga bir ma'qul deydigan yer emas. O sizning shaxsiy hayotingiz, shaxsiy turmushingiz o masalalar ayrim. Ya'ni bu hech kim sizning bolalarimiz o'sha vatanparvar hammamiz. Alloh rozi bo'lsin. Namoyish to'g'riliq so'zlab qoldi. Bunda biz ras ba'zi odamlar necha fikrlashadi. Shuning uchun biz aman dedik demay, hammamiz shu vatan uchun vatanni laq qon to'kiladi. Shu bizniki mushlar hammamizniki birlikda bo'lib, shu vatan uchun menishimizni hammamizga birlik bir Alloh shu nishon yo'lini berishni Allohdan tilayman. Shundan men hamda shu oxirgi so'zim bo'lgan bo'lsa, Nuriyada turishliq barliq Uyg'ur vatandosh, vatanparvar, saxovatchi qarindoshlarimga salom deyman. Ya'ni shu men turishliq Nuriyadagi shu men turish shahardagi barliq shu vatanparvar oqsab turib saxovatlardan yordam qilayotgan shu qarindoshlarimga rahmatimni bildiraman. Alloh rozi bo'lsin.
sizlarning bu oxirgi so'zlaringlarni olgan bo'ldik. Bu Maryam qarindishimiz o'zining fikrini o'tirib qo'ydi. Albatta, bundaq bir masala bor. Har qanday odam o'zining fikrini o'tirib qo'ysa bo'ladi, o'zining fikrida qolib qolsa bo'ladi. Uning uchun bu Maryam qarindishimizning nimasini biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki deydiki, mush oqisatli xizmat qila oladiganlar namoyishga chiqaman demasam, oqisatli xizmat qilsa bo'ladi degan gapni o'tirib qo'ydi. To'g'ri. Bu hamda o'zining shaxsiy fikri. Ammo yani o'z fikrida qolsa bo'ladi. Ammo hammaylar cho'qim namoyish chiqishimiz kerak deganlarning o o'zimizning shaxsiy fikri. Shaxsan men o'zimning fikrimni o'tirib qo'ydim, sizlarning fikringlarni o'tirib qo'ydinglar. Biz bundan keyin har kishi shaxsiy fikrini o'tirib qo'ysa, albatta uni hurmat qilsak taqim yaxshi bo'ladi bundan keyingi zamonlarda. Chunki har odamning tatgan azob o'xshamaydi, ko'rgan kuni o'xshamaydi. Har odam shundan qarab fikrga ega bo'ladi. Munavvar nima? Bu Maryam xonim sizningki yana qetib qo'ygan so'zingiz o'zi qetib qo'ying. Yo'q bo'ldi, hammalarga rahmat. Allah razı olsun. Bugün programımız biraz internet sebebi bilen biraz ketip kaldığan evvalla yüz berdi. Bu bir Allah'ın orunlaştırışıdır. Kalan meseleler bu kalsın kiyim günlerde yana oturup çıkıp çünkü inkaslar intihayın yaxşı buladı dostlardaki hemşehrilerimizden meydana çıkışı bazen erkeklerimizden kıcıl kılıvadıdı. Xalqaradaki